Assalamu alaykum dünyanın arkadaşlar. Yaşavatkan vatandaşlar hemmanlığa Allah'ın salamı, rahmeti olsun. Pidayla ekranı hoş geldinler. Bugün hemelenninki dikkatli buluvatkan Amerika'daki işler hakkında erkin bir söhbet ilip barımız. Programımızga özünün vakti, imkanı, kızgınlığı, rağbeti boğan vatandaşlarımızdan 3 kişi katıldı. Hemelen mehmanlarımızı tanıyınız. Assalamu alaykum mehmanlar, hoş gelişler. Aleyküm assalam. Hemen de Allah razı olsun. Amerika'da yani sizler yaşavatkan şu devlet şu kıtada hazır yer şarı karakterlik hem insanın dikkatine sazabar bir işler yüz bir vatıdı. Ama nemiş bulavatkanlıkını til bilgen, şu işten biraz haber boğan, küzü iktidarı iyi insanlardan başkalar asasen biraz resim görevatımız. Şuna halkımızın köp sallığı özünün ana tildeki bevasıta haberlerden bevasıta nep iliş pürsütü bulmağanlığı için erkin söhbetlerimiz arkalık ziyaliler ve küsüş iktidarı iyi boğan vatandaşlarımızdaki tecrübeden ötken, ilmiden ötken, aklıdan ötken küsüşlerini halkımızdan ortaklaşıp bir şey elbette menfaatlik buludu da qarağanlığımız sebep belli. Ciddi bir müracaat kıldık. Hemmanla avaz koşup bugün programı kelgen bulduğunla. Köp rahmet. Haberimiz boğunduk. Joe Biden yeniden reislik geldi. Gerçi hemmeyle yaxşı görüp kapqası otu desek mi? Taqdiri layık kısmet. Trump efendim ketdi. Bizden körüvatkanımız muşu. Buluvatkan işler hakkında biraz tepsilat anlayılı. Anadan keyin beş münazirada qaynavatkan bazı suallarını belki Ahmet'den düşüşü mümkün. Erkin söhbet dostana, oyluğallarımızla, bilgilerimizle ortaklaşıp baksak degan maqsadda ekran keldik. Aldı bilen sözüne Qaharkamdan başlayalım ki. Mayli. Ben Mevlankamdan başlasak mı mayli? Qahan üçüncü bir susma qal şişalat kesler. Merhamet. Men Qahar başında buldu, yamımsa şu Aqsarayga qo'shni bo'lgan Nur Mehmet başlasın buldu. Qani, Qahar kimdi kelsin? Biz hem de ekran qarsamsak üçelimiz Amerika'da turvatkan Uygurlar ekanmiz. Bunlarga rahmet. Yani bu şahsi özellikle aytadigan bolsam, men nayta bir misal boğaşqa, mush davlatni boğaşqa bu hissiyat yaratadi. Nayta bir xil nayta bir xil nayta g'amkin yag'masa bir xil eg'ir saatlarni o'tkazyapmiz. Şahsen ben özümle aytadigan bolsam, ben Trump'ni saylagan. Hem de Trump'tan ketibag'iniga ko'nglim ayt yerim. Lekin ketishning oldida eng oxirgi kunlari kelgan chog'da Trump qildi o'g'ilonchilik qildi Uyg'urlarning bu ishini genocide seriyasiga ko'tarib e'lon qildi. Bu gap boshqa gaplar qaraganda nihoyatda cho'ng gap bu. Mesela bu 80 yıl, 90 yıl burun bu Türkler Ermenilerle sokuşkanda şu Armeniya köçüşte 80 mingdek Ermeniler ölgenken şundan bu yana şu Ermeniler şunu bir Türkler yürgizgen bir genocide, katliam, erkek kırgınçılık dep götürüp kivatıdı. Nurgun dağlardı. Hem de sayılardan şu bak. Hatta Ermeni'ninki teröristleri Uygur'unki şu Boston'daki konsolları götürüverdi. Yamancık cidderli hazırgıç var bunun bilgisine. Lekin şunu nimige genocide diyen kategoriye çıkıranmayıvatıdı. Bir kıtım George Bush'un ağzından bir çıkıtıp kaldı. Kıgandikin Türkiye derhal narazılık bildirdi. Türkiye dedi ki bu çağdaki köşkünü Ermeni generalleri özleri buyurgan halkını aşağı soğuk karlık tağlar buyurup öldürüp biz atıvatı dep turvaldı. Demek ki bir iş nime dese 100 yıldan bu yapma davadan bu genocide diye adının kançılık ağır bir ad ikenligini şunun turvatımızda. Bunun için Trump'ınki Pompeo'larınki Uygur milletine hazır müşkün bizden tatıvatkan ahvalımızını genocide dergisiga kategoriya kirgizgenligi biz için nihayet çoğun bir iş yani. Muhim bir biz muşu nese Uygur halkı men üzemmo. Mango Trump Pompeo'nu unutmaydı bu kahramanlarımızı bizge kıgan muşu. En geçmiş gün gelgenlerde beşimizni sılap bizden derdimizin dünyaya muştak atıdan koyup ketdi. Hayır hoş. Muşunda iş. Bu birisi hem de. Bu minikin nim için könglim naytı gamkin ve muşun ahval yer. İkincisi
Trump'niki bu kadar saylamda Doktor etkenliği bu Joe Biden çıkardı çünkü ben Trump sayılganlığım için bunun aytik onun yerim halda şu ahvalını küzüldü. Men bir neçe şu budak saylamda bir neçe karakterligim vardı. Uygur boğunum, Amerika Yarayıştan boğunum, Demokratiya Partiya azası boğunum bu 3 yılsıda şu Donald Trump meselesiga ben keldimde. Ben özüm tızımlatkan Demokratiya Partiya azası. Lekin tunji qitim bu da partiya atlab Donald Trump'ni sayladim. Germaniyaliklarning bir gapi borki, bir Beethovenning chiqishi bütün Yevropa xalqining germanliklarning barliq gunohini kechiryapti deydi ki. Shuningga o'xshash, mushu Donald Trump'ning Uyg'ur masalasiga boshlab chiqqani meningki, o'sha Donald Trump'ning nurg'un kamchiliklarini qaramay, bütün vujudim bilan Donald Trump'ni qo'llashga sababchi bo'lgan. Haqiqatan, abay qahar deb o'tib ketdi. Bu da irqiy qirg'inchilik dedi. Undan boshqa yangi Biden'ningki tashqi ishlar ministri bo'lgan odamni tunugun sanitda so'zlaganda mushu Trump hukumati Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qildi, sen qanday qaraysan? Mening qarashimga o'xshashga men shunday deb qarayman deb iqror qildi. Agar Biden Trump hukumati mushu hukmni chiqarmagan bo'lsa, bular buni qilmadi. Şu Biden'ning hukumati mushu qarorni Uyg'urlar ittifoqi irqiy qirg'inchilik deganda qildi. Bizni Amerikadagi bir chatdimi o'zimni bak faxrlaman Amerikadagi Uyg'urlardan biz 4-5 ming Uyg'ur mush necha million armeniklar 50-100 yil davo qilib qilmagan ishni bir 2 yilning 2-3 yilning ichida buni amalga oshira oldi. Shuning uchun men Amerikadagi Uyg'urlardan bir chatdimi bak faxrlaman. Haqiqatan Donald Trump her yili prezident tushidi, chiqidi. Mag'lub bo'lganlar, mag'lub bo'ldik deydi, qabul qiladi. Shuning bilan oldi turmush davom etadi. Budaqa o'xshamaydi. Budaqa Biden chiqdi, lekin nurg'un Trumplarning saylovchilarning yuragida bu Bidenga bo'lgan bir ishonmaslik, ularning yuragida bir azob kelib qoldi. U huquqni olmishi bilan bu xalqning ko'nglidagi bu azob oyoqlashmadi. Bu Amerikadagi najib jiddiy ish. Buningdan keyin hukumat qandamaydi, texi uni uqul bo'lmaydi. Men aytganda chegarani ichib qo'yib, Amerikaning eng chong bo'lgan NBC, CNN, Fox News'da bu bugungi Biden'ninki, nimaninki, Trump'ninki xo'shlashib ketib qolganini nimdaydi deb uchiningki bahosini ko'rib baxtim. Fox News deydi, Trump'ning so'zini Trump'ni mardonlik bilan eng oxiri shunda mardonlik bilan o'zining ketdi deb bular pozitiv plus baho berdi. CNN'dikilar bugun Trump'ni kichik bir odamda ko'rinib qoldi deb uningga nim deymiz minus inkas qaytdi. Demak, mushunda nim bo'ldi desangiz, hozir Amerika xalqining qalbida Biden'ning bu saylangan bilan bir cho'ng bu yurak og'riqi qoldi. Burunqilarda yurak og'riq bo'lmadi, ketadi, qoldi va bo'ldi dedi. Bu da shu qoldi. Endi buningdagi yana qanchalik buning ta'sir yetkazdi? Buni uqmaysiz, mening ko'nglimda shunda yerim bo'ldi, lekin eng oxiri Uyg'ur masalasini genocide devletkini bu intayim biz Uyg'urlar uchun oxir qilayotgan bir ishni shuni deysin deb kunda namozimda duo o'qib o'tiratdim. Axiri shuni dedi, agar shu demagan bo'lsa, Biden'ning bo'lmoqchi bo'lgan tashqi ministri aqcha unda dematdi. Aqcha lekin ularni buni qabul qilib, men uni qabul qilmayman, men shunday o'ylayman deb oldin kuni sanitlar bularni bo'lish uchun so'raydi emasmi? So'raganda Lindsey Graham mush savolni so'raganda men qo'llayman, men shunday deyman deb aniq javob berdi. Demak, bu Amerikaning u hukumatning bu hukumatga tinchlik bilan, siyliqlik bilan o'tgan bir yer bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlarga Xitoylarning ilib ketib qolgan irqiy qirg'inchilikni ikki hukumat tinchlik bilan bir-biridan qabul qildi. Bu mening deydiganim mishaga. Men mishaga deb turay hozirgacha. Amerika qilyaptim. Men Washingtondagi ahvolimni deb desam, endi aytganda Biden apadim kelib, hammalar ko'rgandek vazifani topshirib oldi. Trump ketdi.
Men mening Trumpga bo'lgan qarashim boshqacha sizlardagi farqliq. Ya'ni Trump hukumatining oxirgi bir kun, ya'ni 24 soat qolganda Uyg'urlarni millat qirg'iz uchirdi deganda bir tarafdan maysulman, bir tarafdan xo'shulman. Maysulimiz bir millatning qirg'in uchirganligi aniqlangan bo'ldi. Bundan ikiniman maysulman. Hamma xo'sh bo'lgan Amerikadagi bir davlatningki qirg'in bo'lganini e'tirof qilib dunyo jamoatchiligiga Xitoyga qarshi bir harakat qilishga yo'l ochib berganligi, ya'ni siyosiy diplomatik jihatdan bir nishon ko'rsatganligidan xush oldum endi. Endi men nima uchun bu endi bu burun demay tunugim dedi deganda men bu Trumpning men burun da Trumpni qo'llayman dem qildim, lekin Trumpning biz Uyg'urga bo'lgan hissdoshligi biz yaxshi ko'rsak yuqori emas. Ya'ni biz Trumpni Uyg'urlar bek yaxshi ko'ramiz, lekin Trumpda bizdagi bo'lgan u muhabbet yo'q. Faqat tashqi siyosiy belgilayotgan Mike Pompeo bilan muavin prezidenti Pence'ninki bular ichki siyosiy bo'lg'achqa bular siyosiy ko'zqarashdan biz Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligi ifodalab turadi. Lekin Trumpning bir qarta bir samimiyatini men bilmayman, chunki u burun namoyish prezidentga kirgan kundan boshlab ko'chmanlarga musulmonlar qarshi bir isyon bilan bir uyushmanlikda o'tirib tushgan, oxiri shu navbatlar chiqib ketdi. Endi hozir xatlarga hozir Trumpni hozir yani bugungi xabarga qaraganda 70%ga yaqin senatorning odamlari budaqi impeach, ya'ni vazifasidan qoldirish to'g'riliq nimaga ovoz berish ehtimolligi bor ekan. Ya'ni Trump 2024 yilga kelmayman degan bir gibi bo'lg'achqa shuning oldini to'sish uchun Trumpga bu hatta Republikanlarmi, Cumhuriyetchilarmi Trumpningki bo'libmi birinchi 6-kun bo'lgan voqeadan bezor bo'lib Trumpdan o'zini tortib o'tadi. Nurg'unlar tortib ketdi o'zini. Trump bizning ko'ngilimiz shunda yaxshi prezident bo'lgan bilan Amerika xalqi ancha yaxshi ko'rmadi. Ya'ni 100 million Amerikadagi evangeliklar yaxshi ko'rgan bilan ko'p sondagi Amerikaliklar yaxshi ko'rgan. Chunki Amerikaning an'anaviy prezidentlik salohiyatini, an'anaviy prezidentlik uslubini, metodini buzib o'tgan prezident bu. Faqat bizga ko'ngilimiz yoqadigan bizniki Xitoyga qarshi turganlik uchun, Xitoyga nimada bo'lishini ko'ra turganlik uchun biz Uyg'urlar qo'llalik, lekin Amerikaning ichida bo'lsa, dunyoning nerede bo'lsa, Trump eng Amerikaning ichida eng tanqidga uchragan, eng deymiz, tuvan darajada ko'z qaragan prezidentning birisi. Endi akşam endi oxirgidan nima bo'lsa Mike Pompeo tashqi ministrdan hammamiz rahmat bildirsak bo'ldi. Uningga u oxirgidan o'zining ifodasini bildirib, ya'ni Uyg'urlarga bo'lgan o'zining hissdosligini, o'zining ko'ngil bilgini oxirgidan ifodaladi. Men buni ikki ministerlikning, ya'ni ikki prezidentning vazifa o'tkazayotgan ikki bir jihatdan bir anglashim bilan o'tkazberganmikan deb olayman. Ya'ni Uyg'urlar masalasida Joe Bidenning xuddi Trumpning tashqi ishlar ministrida bir ko'z qarashda bo'lib, kelgusdagi Uyg'ur masalasida Biden hukumatining qilish tegishli ishlarida ba'zi bir asoslarni yaratib berdi deb qarayman. Inshaalloh Biden hukumati shu Trump hukumatining oxirgi e'lon qilgan Uyg'urlar ustiga qirg'inlik degan masalasi bo'yicha Uyg'urlarga biroz xalqaro nuqtai nazardan dunyo xarakterlik darajadan ega chiqadi deb qarayman. Mümkünlükte o'sha Trump'ninki taxtdan tushishi bilan Biden hukumatiningki xizmatini boshlamasdan Uyg'ur dunyosida ba'zan qarindoshlarla avvallashsak bir xil bir vahima his qilganligini, ya'ni Trump haqida odil, lillah yoki ijobiy so'z qilishdan o'ziga zarar keladiganligiga aloqador ba'zan inkoslarni berdi. Bu vaqtda sizdan undaq bir narsa ko'rmadim men. Bunun qarab kuzatish jihatdagi farqdan bo'lishi mumkin deb qaradim. Bizning bilishimizcha Amerika bir demokratik davlat. Agar shunday bir holatda mencha deb turib Trump haqida yoki Biden haqida o'zi xohlagan bir fikrni o'tirib qo'ygan kishining zarar ko'rishi mumkinmi? Nimaga asosan shunday qiladi? Agar zarar ko'rmasa, bu nimaga asosan zarar ko'rmaydi deb undan xotirjam bo'la olamiz. Bu vaqtda qaharkan gapirib qolsamki. Ya ben ona cevap versin. Biraz bu mürekkep. Sen başlagan ki ben bunda kelime kaydı boyunca birinci roundla ötüp ketsin degan tudum. Babası ben de yani kişiden başlasam şeyinin karşısında olsa qaharkan ahırda deydi. Endi bu Amerika degan dünyadagi Amerika'nın asası qandaylığı ten belirtmedi. Erkin sözleş, fikirleş erkini birincisi de özünün göz karşını siyasi olsun, meyli ictimai göz karşını erkin ifade hukuku ve Amerika garajlarının birden bir hukuku. Hakkı.
Ama devletke bizimge ziyarlık kılmagan, birisiga ihanet kılmagan, karşılık bildirmegen şekilde özünün göz karşısını ifade ediş hukukun var. Mayli o prezident Trump olsun, prezident Biden olsun, onun karşı özünün yaxşı ko'radigan, yaman görmeydigan, onun qilayotgan ishning to'g'ri xatoligini deyish Amerikadagi demokratiyaning jawhari. Bunu diyeleydi, her bir fuqaro diyeleydi. Ahir ovozi berdi. Endi Trump'ning davrida, mesela Joe Biden'ni bilmaymiz, ama Joe Biden Obama davridagi prezident, muavin prezident vaqtida Xitoyparastdi. O haqiqatan Xitoyga yaqin, Xitoy zo'rishdi. Shuningga 8 yil Obama davrida Xitoy gullab ketdi. Buningda Joe Biden'ning assi var. Xitoyning kuchlanib, bugungi kunlikdagi bu holat kelishida Clinton hükümetining, Obama hükümetining assi bo'lgan bo'lsa, shuning qadarda Joe Bidenning assi bor. Chunki shu vaqtda bular Xitoylarga sal qargan. Xitoyning Amerikaning ichki qismiga kirishi, Amerika bozorini egallashi, dunyo bozorini egallashi, texnik o'g'irlashlarga bular jim qargan, ko'z yumgan. Shu sababdan bugun qolgan. Ammo Trump Xitoyga bularning qilgan xatoligini Xitoyga qarshi yondirman dedi, lekin metod jihatdan ustirib qo'ydi. Ya'ni o'zining ittifoqlashtirisiz, o'zi yolg'iz. Asasen Amerika menfaati birinci gözüge şekil çıkışka ittifaklaşlardan ayrılıp kaldı. Yani dünya karakterlik Avrupa, Japonya, Avustralya, Kanada, hatta Janubi Amerika hemmisinin ayrılık kılıp hemmisi öz düşman kıladı. Amerika'nın iki kısmıdır özünki nurgun bir alıqya digil olmaydıgan bir kalamgıçtan payda kıldı. Egiz pəst yap kılıp. Şundan Trump'ninki Amerika halkının içindeki obrazı krediti bağansır düşüp gitti. Jıl ahırılgan sırı. Biz Uygurlar min kötürep yaxşı desek mi? Trump'ның düşüp gitti. Çünkü men Trump'a avaz vergen, birinci olup koşup gittim. Lekin etiraf etmemiz gerek Trump'ninki hizmet metodu, hizmet uslubu, onunki bir prezident turup kılıvatkan iş uslubu, özünün prezident turup özünün ticari investin paydalanışı, bular hem işçilik otur erkekler bunun üstünden soçuşu mümkün. Yani özünün otelden paydalanış, golf kursundan paydalanış, iktisadi menfaat. Bu qatar zaten nurgun şikayetli var. Trump tarihte Amerika prezidentlerinin kılması tegecek nurgun prensiplerini buzib etken prezident. Şunda oğaşka Trump'ның krediti köp sıllık cihetten düşüp gitti. Biz köşmenlerden bir kollaydıgan biz Uygurlar kalgan köşmenler hiç kim kollamaydı. Amerika'nın şimdi ahlakı hiç bölünüp gitti. Hatta senet duruşuyla adı bölünüp oldu. Şuna galık ki bir yerde Trump'a nispeten hürmetimiz var. Ama doğru şekilde kımdı, vaktinde kımdı. Yani 4 yıl hizmet tuğla vaktinde Uygurlar için keskin bir işçilik vaktinde Uygurlar cenazeye uçurdu. Yani Uygurlar öyle avda koçuk ekledik oldu da. Şu öyle avda vakit Trump'ның tavrı oldu. Ne Trump tutkan 4 yıl tavrı oldu. Şu vakitte keskin bir iş kımdı Trump. Bunu da biz kattık. Ben narazı, ben Trump'da bunun için tenkitlerim. Çünkü bizim Uygur'un kırgını 2 milyon, 3 milyon kırılgan olsa ne kadar Trump'ның tavrı kırıldı. Şu vakitte Trump bir nem demedi Trump hükümeti. Hem de hizmetin ağırlığa öydün çıkıdığında öyünde oğru var degende ekip çıkıp gitti de. Bu adam Uygurlar hizmetten bir hoş kılgamda yani biz kimse de hakaret görmezlik oldu. Menimce hazır sayılmış şu. Şimdi sözde kahar. O Joe Biden'ınki sözünü anlap çıktım. Trump bilen Joe Biden'ı seçtirgan çağda Trump bir Saudiya adam biznesmen, bir yezinin başka bakmagan. Joe Biden bir ömür siyasetmişler başkırıp gelgen. Bugünkü sözlüğümü kıldı kağız yok. Bir ağız sözün temitmay şunda toluk sözler çık gitti. Lekin ma'u bir narsa menda bir hissiyat var. Joe Biden'ın çıkışı yani Obama siyasetinin davamlaşışı bakılışı mümkün. İkincisi Joe Biden bilen Trump'ı seçtirgan çağda Joe Biden tecrübelik lekin aciz. Trump tecrübesiz lekin batır, dadil. Trump'ninki düşüncelikler kollaşma erişkenliği birisi Amerika devlet içinde bu ahlakının menfaati de için durgan bu white ahlakını kendimiz için durgan. Şunun için bu ahlakına ait kolladı. Bunlar başka demekçi oldu. Çünkü ahlak zarbiyat yevatkan 50 kişi oldu. Amerika'da 5'ini götüremeye vatkandı. Hem bir taraftan menfaatini taptırıp koyup yaşavatır bu ahlak. Hazır Trump topu bulan göreymen dedi. Şu an Amerika'daki kollaganlar şu ahlak. İkincisi dünya sahnesinde hazır dünya sahnesinde Xitay hakikaten yer şarının çok tehdidi.
Mana bu yılki Xitoyninki GDP'si 6,5 chiqdi. Ama bizning davlat, boshqa davlatlar, ham davlatlar 0 yoki bo'lmasa birgimi yo'q. Shunchalik og'ir ahvolda bu koronada. Xitoy yana GDP'sini 6,5 chiqarib oldi. Demak, bu yerda ko'rish şu an dadillik bilan yer shardagi bizning eng chong dushmanimiz mushu Xitoy, mushu Xitoyga qarshi qo'shab zarba berish deydigan narsani bu qo'yoldi. Endi Obama bo'lsa, şu an Xitoyning bosh ko'tarishiga fursat yaratib berdi 8 yilda. Xatolik o'tkazmagandek turdi. To'g'ri gap, to'g'ri ish qildi deymiz, lekin faqat dushmanning xo'rgini uramiz. To'siyamidi, chekliyamidi Xitoyga fursat yaratib berdi. Demak, bu Joe Biden'ninki bugungi so'zdan qaraganda hech qanday bir narsa keskin dadillikni ko'rmadim. Ya'ni koni siyosatchining gapi, ya'ni mushu nimaninki Obama'ninki mushu yumshoqlik, mujlar qo'rqanchoqlik, yumshoq siyosatni qo'llash mumkin. Uning ko'rinishda hech qanday xatolik chiqmagandek bilindi. Lekin ayni Xitoyning bosh ko'tarib ketishiga, yengib ketishiga fursat yaratib berdi. Shunda bir xil andisha menda ikki prezidentninki ustini elib aytganda mening bunda ikkisini nisbatan qarayman. Shunga Joe Biden balkim bu 4 yil ichida biz cho'ng xatolik ko'rmaymiz. Bizga o xatoliklar muhim emas. Eng muhimi Xitoyni kontrol qilish, cheklash, hech qanday qobillik bo'lmasligi mumkin. Bu xil pozitsiyasi adamni ansirtidir. Trump'ninki oldingi siyosatchiga o'xshamaydigan yeri Trump Amerika hukumatiga bürokratik va an'anaviy ish qilish modelini butunlay buzib tashlayapti bu. Chunki Trump'ning ko'z qarashida masalan Biden hozir xalqaro bilan birlashib, endi Xitoyga bunda bilim ishlatimiz deydi-ku. Trump buni ko'rdi. Xalqaroda hech qachon Xitoyga qarshi birliklar qurilmaydi. Yevropa Trump'ning ko'z qarashida biz Amerika oldimizga chiqib mangsak boshqasi agishidi, shu vaqtda birlashidi. Biz oldiga chiqib mangsak, suhbat bilan Xitoyga qarshi birliklar qurilmaydi. Xitoyga qarshi birliklar faqat biz oldiga urib chiqqanda keynimizdan agish orqali keldi deb Trump shuni ko'raladi. Deymizmi, Trump Xitoyning masalan chip jon tomiri bo'lgan chipni shu cheklaganda Yevropa hammalar Trumpga ergishib chekladi. Trumpning siyosatining bir alayligi shu an'anaviy. Burun Amerikaninkini alit deydi, Uyg'urcha, uni qahardan so'rsam nima deydi, sarxilla desam bo'ldi deydi. Sarxilla boshqarib kelgan ya. Trump buni xalqning ichidan, sarxillarning ichidan xalqning ichiga harakatga aylantiryapti bu. Qarshi atrofdagi odamlarning hech qaysi bu o'zining digini bo'yicha ish qilmadi. Uni saylab yine akirib baxsimi o o'zining gapini davatgan 4 kun buning bilan ziddiyatlashayotgan. Buni akirib baxsimi bu endi 4 kun ziddiyatlashayotgan. Bu Trumpning ideyasini qabul qildiganlar mayli adiyadan bo'lsin, iqtisoddan bo'lsin, diplomatdan bo'lsin, davlat bexatarlik bo'lsin, hech qaysi bu Trumpning ideyasi bilan birlikka kelolmadi. Shuning uchun oldingi 2 yilda qarsanglar Trumpning endi ishlayotgan odamlar xuddilik mashrabda yili o'tirib, yili chiqib ketib qolganda bir kirdi, ketdi. Shunda bir mehmon kelganda ko'p ketdi. Turoq odam bo'lolmay ketdi. Keyingi 2 yil kelganda endi Trump Mike Pompeo'ni deysizlar bir yurish odamlarni akeldi. Bu odamlar uzun yil yoki Xitoyni tadqiq qilgan, Xitoyning yilisini buzilgan odamlar. Mana bular orqali Trump endi Xitoyni to'nidi. Baş 2 yilda Trump Xitoyga So'di jihatdan bizningki nimamizning bizdan bak ziyon tortib bormiz. Xitoydan import qilayotgan narsamiz Xitoyga eksport qilayotgan narsamizdan najasi jiho ketib bordi. Moliyalar qizil raqam bak ko'p bo'ldi. Shu vaqtdan qaradi Xitoyninki razilligi taraf qaramagan. Shunga Trump'im yangi chiqqanda Xi Jinpingni mening eng yaqin do'stim. Bu Xitoy tarixida chiqqan eng ulug' rahbar deb qaragan. Lekin
Trump'ı keyin asta ma yindiki odamlarning nimasida bu Xitoyni to'nidi, Xitoy siyosati biroq to'nigandan keyin keskinlik bilan bu Xitoy siyosatiga yurishdi. Masalan bu Abaylar Nurmamatni deb ketdi, Amerikada Trump'ning nimasi xalq tushib ketdi deydi. Amaliyotda tushmadi. Masalan Biden'ni 82 milyon odam saylagan bo'lsa, Trump'ni 75 milyon odam sayladi. Biden Amerika tarixidagi eng ko'p Mao Trump Amerika tarixidagi ikkinchi chong saylan bildiga erishdi. Masalan bizning Kaliforniyadagi azaldan tart demokratiya. Masalan hech qanday prezidentga saylangan odam Kaliforniyaga kelib demokratiya hech kim Cumhuriyet partiyasi ham kelmaydi, demokratiya partiyasi ham kelmaydi. Bizning 40 milyon odam turib Amerikadagi eng cho'q iqtisod bu yerga kelmaydi. Nimishqa demokratiya bo'ldi. Bu yerga kelsak, kelmasak bizni saylaydi deydi. Pul isrof qilmaydi. Demokratiyaning kelmaydi. Biz borayli, bormayli bizni saylamaydi deb. Lekin bu yil bulupmu Mao nima vaqadan keyin hozir Kaliforniyada Trump'ni qo'llaydiganlar ko'payib ketdi. Demak, Trump'ni yana bir yeri qaharni deb ketdi. Bu Trump ama chet eldan kelgan ko'chmanlarning Amerikaning aqtalliklarni asos qilgan aholi qurilmasini, madaniyatini buzib bordi. Bu buning unumaydi. Xuddi biz masalan Sharq Turkistonga Xitoylar madaniyatni buzib etdi degandek, buningda bir shu ang bor. Shuning uchun bu gapi Amerikadagi aqtalliklarning qalbida oldi. Masalan demokratiyaningki, masalan ko'chmanlarning 70%, 80% demokratiyani qo'llaydi. Masalan Amerikaning o'ttirg'i basimiz, Amerikaning o'ttirini Bible Belt deydi, Bible Belvigi deydi. Bu yerdagilar asosiyatdan hammasi Trump'ni qo'llaydi. Shuning uchun bu yerda bu madaniyatchilik ham bor. Aqtalliklarning o'zimizning madaniyatini saqlaymiz degan bor. Trump chiqib ketib, masalan hozir buni hammasi bo'ldi. Masalan demokratiya Trump'ni buda impeach qilmasaydi, impeach degani buni qonunsiz ish qildi deb xizmatdan qoldirdi. Impeach qilmasa Trump mangu Amerikaning federal davlat hukumatida xizmat qilolmaydi. Buning orqali Trump'ning 2024 prezidenti bo'lganning oldini kesib tashlab yetdi. Hozir Cumhuriyet Partiyasi deysizchi, Cumhuriyet Partiyasi partiya degan bilan hozir hammasi Trump'ning changilmi ichida. Xalq shuning qo'lda. Hech kim Trump'a qarshi tura olmaydi. Trump'a qarshi turganda xalq saylamaydi. Shuning uchun Cumhuriyet Partiyasi bu Trump'dan qutulmay, o'z partiyasini burun partiya uchun mang'uzlanmaydi. Shuning uchun bu da Senatda Aksa Cumhuriyet Partiyasi mi Demokratiyaning partiyasining qo'li bilan Trump'ni impeach qilib, buni budak saylamdan to'xtatib, o'zining boshqa odamlarni chiqishi mumkin. Aksan uning uchun Cumhuriyet Partiyada 50 demokratiya bo'ldi, 50 Cumhuriyet 17 odam Cumhuriyet Partiyasida. Shu masalan mushunda bo'ldi Trump'dan biz qutulaylik. Trump'ni yo'qlayli, endi o'z oldimiz qilaylik desa, 17 odam bu da masalanga saylamni Trump'ni impeach qilib endi Trump shuning bilan mangu saylanmaydi. Demokrat Partiyasininki Mao saylam oldidan Kongressda Avam Kengash palatasida, Avam Kongressni, Avam palatasimi, Kengash palatasi? Avam palatasida oldidan alamış bir neçe kögen sayılgan bunu impeach qilgandan keyin bu ketib asli prezident impeach qildi, prezident bu qilishning sababi bu qonunda mandaq bir mücmellik ya bor. Masalan, mushu Trump chiqib ketishdan burun mushu Avam palatasi buni impeach qilib yetib qolsa, bu chiqib ketgandan keyin Kengash palata buni davomlashtirdi. Agar Trump bırakıp çıkıp ketkenken onunki hiç kim impeach qilolmaydi. Shuning uchun Demokratiya partiya buni Avam palatada, Kengash palatada buni impeach qilib etdi. Qilib sababi bu chiqib ketgandan keyin, ya'ni 100 kundan keyin uningdagi ma'ni Senatda, Avam Kengash palatasi buni ko'tarib chiqib,
Bunu şu akşama Demokratiya partiyalardan bir 17 adamını keltirip bunu mengü impeach kılıversak şunun bile bu mengü saylanmaydı. Bu iş bulsa 2024 yılı bu yan saylanıp kaldı deydi. Eğer 2024 yılı Trump yan saylanıp kalsa akçan aşı her xil usullar bile hazırkı nurgu öze karıştırgan Demokratiya Cumhuriyet Partiyan ceza alışı mümkün. Bunu da mı korkudu? Şunun için hazır Cumhuriyet Partiyasının içinde mi Trump'ın aldığını mengü toru bitiş tedbirlerini kullanıvatıdı. Bu torlar kalsanlar bu torluk nait çıkmasın hazırlar. Ben bu şeyin çıktı. Yani bu Trump hükümetininki şu kaldırıp koygan en çoğun, en mühim şu bir hamda perdesi, bekitip koygan perdesi yer şarı karakterlik Xitayga karşı turuştan ibaret bu çoğun siyasetini bekitip koyup ketdi. Emniyet onu digini bilen özü işkançılık birini bilen icra kılanmadı. Lekin ait mühim bir doğru siyasetini korkmay, batırlık bilen oturup koyup koyup Uygurlarını genosid kıldı atap koyup ütketti. Emniyet iş kılamadı, lekin mühim siyasetini korkmay delerdi. Bunun burun Harkam işler gepiniz böyle kaldım. Mühim bir nokta kirdiniz. Emelenen dıktı bulavatkan, yani irqi qırgınçılık ekanligini ilan qilganligi. Bu Amerika üçün qanchalik bir mas'uliyat yükleydi Amerika hükümeti üçün. Biz üçün qandaq fursatlarni olib keladi u. Agar Joe Biden kelgandan keyin Amerika qoldirib ketdimi, Trump qoldirib ketgan bu mazkur qonun, ya'ni e'tirof qilingan bu shu qirg'inchilikqa aloqador bu bayonnomani, ya'ni e'tirof qilishni amaldan qoldirib o'talamdi. Öteş deyişlik mecburiyetleri olsa ötüney onundan atlap ötüp gidip yoki dopuk edilip bunu suiiste'mol qilish ehtimolliği bormi? Bunun için bizning qanday tayyorlik qilishimiz kerak degandek masalalar haqida o'rtoqlashgan bo'lsak. Doğru deysiz. Bu siyaset bazı gaplarni deb siyasetden, devletler siyasetden gepiden yeni aldığan işler bo'lib turdi. Lekin bu irqiy qirg'inchilik deganda o'ng'ayliqcha ep tashlay oladigan bir atalg'i emas. Lekin bu dunyoda 200 davlat bor. Irqiy qirg'inchilik deb otni qo'yib qo'ygan bu bir siyosatga nisbatan qanday muomala qilish har bir davlatninki ishi bo'lib qoladi endi. Eng oldinda sen masalan bir odamni mau yurt bizga o'g'ri bulamchi deb biz ko'cha ishtirib chiqaryaptik. Her kim bunu qanday muomala qilish har bir odamga bog'liq, lekin mav'atning o'zi nayt bir cho'ng ish birinchi qadamda. Ikkinchisi biz ansirmasak bo'ldi. Buni yana bir bu Joe Biden'dek bir ish hukumat og'dirib tashlaydigan ish emas. Unda yo'qtamaydi. Boshqa narsalarni yo'qtash mumkin. Mau oddiy atalg'u emas. Bunu yo'qtamaydi. Yo'qtalmaslikning ikkinchi sababi Xi Jinping tarafından mı dedi biz bu Uygurlar bo'lgan siyasetini yana qancha yıl dedi 30 yıl ish qilib yanmaymiz bunun dedi. Demek u tarafdan mı ish qanday aqı yeniş bo'lmagan ekan. Menimcha bu qoladi buni o'zgartirmaydi. İkincisi bu Uygurlarning genosid bo'lish degani Mao Trump'ning cho'ng siyosatining ichidagi bir tarmog'i. Trump o'tirg'i tashlab qo'ygan Xitoyga qarshi xalqaro yarashlar xarakterlik qarshi birliksa bu cho'ng siyosatni bu nayt muhim bir cho'ng narsani qo'yib qo'yib ketdi bular. Bu shunday hisob. Endi o adı mesele adı Uygurlar münasebetine karşı prezidentlik adı bizge hem de şu an Türkiye'de halkada Uygurların milli kırgını tep çıkıp gitti. Hem de mesele bunu kırdak icra kılış. Mesele Biden'ın insafı bağlılık işe bu kaldı da. Eğer hem de Trump mı bunu Trump hükümeti mi çıkıdı kaldı Biden'a bir igir siyasi bir besim taşlap koyup çıkıp yani Uygurlar milli kırgın uçturadı. Hem sen kandak kılsa kandak mamkızı körep bak min tanıtlıkenttin. Sen yaman demokrasi yaman insana kadar sen karap bak degende çok taşlap gitti. Hem bunun deki mesele Joe Biden'ın hem şu Trump yüzüvatkan birinci Xitayga beriyotgan ceza yani iqtisadi ticari ceza, ikinci bu Uygurlar insan hakları meselesi. Bu meselede kıldıgan pozisiyasiga igir bir sual koyup ketdi. Hem bunu hem biz hazır biz işin diyemeyimiz. Hazır Biden'ın bundaki yüzgürlük hizmetinin ahvalı qarab deymiz. Bugün hazır kol koyup işkinimine kol koyma dedi. Ola birisi
Müslümanların kirişiga cheklanganligini qaldırman dedi. Adı işxana ketibdi hozir yana. İkincisi İran bilan bo'ldigan yadro anlaşmasını asli keltirgan to'g'risida ajda bir narsa qo'l qo'ydi. Bu da Biden naydi keskin, hali qarorliq bir xizmat o'tyapti. Bidenmi bunun Obama davrida undaq yumshoq bo'lib ketmasligi mumkin. Chunki 4 yillik Trump davrida Amerika Xitoy bilan savdosida ig'ir iqtisodiy krizlarga uchirdi, ziyon tortdi. Hem Xitoyning Amerikaning ichida nurg'un parakandchilik, o'g'irlik, xiyonatchilik, texnik o'g'irliqligi, shpionlik qilganligi pash bo'ldi. Bunu ko'rib turib, Biden hukumati yana Xitoyga Obama davri ketmaslik mumkin. Trumpning izidan ma'musimi, Trumpning ba'zi bir Xitoy qilgan siyosatlarini bo'ylagan, shuni yetaklagan shaklda Xitoy qarshi sal qattiqroq, burunqi o'zidan kelib Obama davriga qaraganda Xitoy qattiqroq bir muomala qilishi kerak. Ama şunu bilseydik, demokratlar hükümet qilgan Biden gibi, bular inson haqlariga, kishilik huquqni xel hurmat qiladigan bir partiya bular. Çünkü o'zi minoritiyalar, ko'chmanlarni asos qilgan bir do'g'ri. Shuning bizning Uyg'urlarning inson haqlariga budaq masalamizda, budaq shu milliy qirg'inchilik masalasida men Bidenning xil qattiqroq, ig'irroq muomala qildi Xitoyga deb umid qilaman. Chunki bo'lg'usi bugun bo'ldi tashqi ishlar ministri Bidenninki yani Mike Pompeo'dan bir ideya ekanligini, buni qo'llaydigan bildirdi. Hamda atlik xizmat chiqqan vaqtida agar buni shuning qarshida bir amaliy tadbirni elishi mumkin. Buningga yana Uyg'urlar biz tashlatmasga qo'ydi. Buningga Trump vaqtida White House, Congress, State Departmentlar qanchalik jugagan bo'lsak, bundan keyingi Amerikadagi Uyg'ur jamoati, Uyg'ur tashkilotlari yana to'xtamay burunqidek lobbichilikni qat'iy davomlashtirsak, balkim Biden hukumati davrida Uyg'urlarga azroq bir yaxshilik kelishi mumkin deb umid qilaman. Endi yana bir masala adat Trumpning gibi bo'ldi. Trump boshqa, Republik boshqa. Yani Republiklarning ishidimi partiya ishida Trumpni xolamaydi. Chunki Trumpni 2016 saylan kirganda majburiy qaytilib olgan bu Republikga Republiklar qarshi chiqishni ustib ketgan bu. Bu da Republik ishida siyosiy yo'llar bo'libmi kongressmen, senatorlar Trumpni yaxshi ko'rmaydi. Shu tufaylidan bu da impeachmentga hozir bugungi xabar analizda 70 yaqin senator tayyorken yani mamlakat degandek 17-18 Republik'ten qo'shilib Trumpni 2024'deki saylamga qaytib kirib bo'lmaslik uchun oldin to'sash uchun bular impeach qilgandek turdi. Ya'ni Trump'ni Republiklarning siyosiy yo'llari balkim xalqi yaxshi ko'rgandi 75 million. Lekin siyosiy yo'llari an'anaviy Republiklarningki, Cumhuriyetçilarningki an'anaviy siyosiy uslubini buzib uchun Trump. Shunga bular uni ikkinchi qaytib keltirmasga oldin to'sash uchun harakat qilyapti. Shunga Trump ham buda qaytib kelinmaydi. Trumpningki mirosi birdan bir Xitoyga qarshi turgan birdan bir temir prezident bo'lib qoldi. Shundan shu hozir bizning Amerikadagi ahlar menmi bu Trumpning yaxshi ko'rdigan ayrim birinchilikka tomsoqman degandan qo'llagan. Chunki Amerikaga biz Amerika tushish bilan kelgan. Ya'ni Amerikada bir erkinlik erishman, Amerikada erkin yashayman. Agar Amerika kelayotgan 4 cho'ng ko'chman bor. Keyinda 1 milliard nopos var. Birinchi Xitoy. Xitoyni asos qilgan Osiyo, ikkinchi Hindistonni asos qilgan Janubiy Osiyo, uchinchi Afrika, to'rtinchi Meksikani o'shagan Latinolar. Bularning har birisi 1 milliard nopos xalqlar. Bular to'xtamay kelyotdi. Bular kelyapsa, ya'ni 50-100 yildan Amerikada 4 cho'ng guruhi paydo qildi. Mushlarni. Bular ham asmasa bo'lmayotdi. Burunqi Yevropaliklar kelib asmasa jug'urilib Amerika xalqini yaratgan bilan, ya'ni Amerika nation yaratgan bilan bundan keyingi bu kelgan ko'chmanlar Amerika nation'ni buzuydi. Yani etnik gruplarga, etnik mezheplerge, ırkıga ayrılıp kaldı. Şununla akla, bununla eşitlik karşı. Ben bu Trump'ın aklanın bu prensipini kollayayım. Çünkü Amerika, eğer bu köşmenin kiliyürüsten Amerika tört grubu bölüm kesse, senatör, kongresmenler tört grubunun vekili olup kaldı. Bu vaxtada Amerika'nın ortak yakınlık bir karar çıkmaydı. Yani Amerika'nın halkara bir liderlik salayet yokap gidiyordu. Yani Xitoy karşı bir karar alaysa Xitoy vekilleri karşı çıkdı. Hindistan karşı bir fikir alaysa Hindistan vekilleri karşı. Yani Amerika'da birlik payda olmaydı. Ben bu Römen'in gibini anlap bir xil göz qarash payda oldu mu? Şimdi payda oldu. 4 yıldan keyin Trump'ni saylatqizmaydi. Buni jinoyatchi qilib Trump impeach qilib bu balkim to'g'ri. Yani ikki arsa birisi Trump o'zi bir shaxsiy odam ve Trump degan siyaset. Bu ikki meselede biz izahlaymiz.
bu Trump'ın çilgen siyasetine qaragан chaqda Trump liyaqatli adam emas. Trump hammaga o'ziga dushman terib bu siyasetni bundoq mangdiradi, lekin siyosati to'g'ri. Dadil, dana, botir, dadil siyaset o'tirib qo'ygan bilan shu siyosatni ijro qilganga Trump o'zi yarmasligi mumkin. Şu demek bir yerdeki bu cumhuriyetçiler 4 yıldan keyin eğer bir adam çıksın Trump çıkmagan takdirde mi? Trump mı bekere akıllı, Trump mı bekere koldan iş kıldıgan, lekin Trump'ın hazırkı koddur koyvatkan siyasetlerini icra kıldıgan adamını çıkaralaydı o. Şuna biz bir adamga xuddi Trump degan bir qutqazguvchi eğer o bo'lmasa bo'lmaydi deb mundaq qarasak bo'lmaydi. Şuna bence Trump bilan Trump siyasetini bölüp ötüş gerek. Trump özün resmen mi koşunlar? Trump özü hakikaten bir bolulup bir hem adamda hem taraflarını hem devletlerini rencitip müştak kıvatkan bir hayatı siyaset kıpakmagan bir ticaretçi adam. Lekin kıvatkan siyaseti üstün doğru oturup koygan siyaseti doğru. Muş iki neslini bir arvesek demem. İkincisi hazır ben Florida tuvatmen Trump kelgen 2 saat oldu özünün üyü gelmişege. Bu Trump'ni qo'llab qarshi elib, aldığı chiqqan adamning soni Washingtonda shunday jiq adamlar bo'lyapti-da. Ham bu yerda mana nima bo'lyapti desa, men uyda o'tag'im bilan men tapanchamni banglab, yani batlab hozir men Florida mushuning o'zi mushu soat, mushu minutla Amerikaning demokratik sistemasini mushu bir nim qiladigan, sinab qiladigan, o'tamamdi deydigan bir minut yashayapmiz biz hozir. Agar Amerikadan boshqa bir üçüncü devletler bo'lgan bo'lsa, mumkin emas ishga urush bo'lib ketadi. Mumkin emas bu Trump'dagilar o'z diktatori bo'lib ketadi. Masalan, hozir dunyoda Putin deysa, Xi Jinping deysa, u bu deysa, hozir diktator yig'ib ketdi-ku, bizni shunday hamma davlatlar diktator bo'lib bordi. Shunday ish bo'lib ketadi. Hozir Amerika mushu sinoqning ustida turyapti. Mushu sinoqning ustida turyapti. Mushu bugun mana 2 soat bo'ldi, nima turyapti? Nima ishlab ketadi, qo'rqib o'tiryapmiz, bir urush ko'chada adam yo'q hozir. Lekin mencha Washingtondagi videoni ko'rdik. Washington tinch o'tib ketdi. Mencha Amerikaning boshqa shtatlari, 50 shtatlari mushu tinch o'tib ketadi. Demak, Amerikaning demokratik sistemasi sinoqdan o'tdi desak bo'ladi. Agar o'tkazsa, atadan boshlab o'tibdi desak, mushundoq deb qaraymiz-da. Mushu davlatning siyosati hem bu yerdeki bu demokratik bilen demokratik emas deganning farqi nayt çoğun işken bu. Mesela ben bir misal göstereyim. Winston Churchill şu parlamentte yalnız kalan adam German karşı soğuşta. Biz bütün Angliya halkı tak çıkıp ormanlar kirip ahırgıçı German bilen soğuşmayız dep tursa bütün komundaki adamlar hemisi nimeye karşı sen Angliya halkını öldürdüğünde German'ın okasıdır ne bo'ldiğanga müştatik etiyapsan deb desimi, shu Winston Churchill nayt batırlık bilan qat'iy tushuntirib, keyin xon oilasi uning bilan birlashib, oxir 2 dunyo urushida yengib chiqdi. Yevropadagi Hitler Germaniyasi qarshi urushining rahbari bo'ldi. Germaniya taslim bo'lib, bu Berlindagi Potsdam degan yerda message, endi qanday qilamiz deb message aytganda London'dan haber geldi, Emgekçiler Partiyası yendi, sen ministerlikten düşüp kettin de. Bu Churchill dedi, ben sizlerle bu 10 yıl sokuşup, rehberlik kılıp, 2. dünya için yengip çıkıp, bu düşmanı kandaksın geldi, ahırın bir taraf kılmışsın selam, bu insaf yok mu dedi, insaf yok. Demokratiya degen şu, sen uruş vaxtida, sen uruş kılgan çağda, sen kumandanlık yaxşı bolğandan bilen, uruş tügenden ki, vayron bo'lib ketgan Angliyani iqtisodini asli keltirishda sende o kabiliyet yok. Deb tushiribdi. Demak, bu demokratiya har qachon odamning ustida turdi ekan. Trumpmi shu? Trump sen boturkansan, sen xalqaro Xitoy qarshi birliklarni o'tirib qo'yding. Hatto Uyg'urlarni mundaq dedim, men ham tarafdan qo'ya oldim. Sen qo'ygining bilan sen ishni qila oladigan adam emas deb Amerikani tushiribdi. Shunday ish. Shunga yana mushning kelganda demokratiyaning qandaqligini biz hozir ko'ryapmiz. Bugun emas, at ko'ramiz. Amerika saqlab o'tkazsa bugunni, atamdi. Shuni iqofatini, shuni qaraymiz. Men bu yerda apay Xaxarninki oxirgi bir gapi, Churchillning gapini bir tuzitib o'tib ketay. Churchillni urushdan keyin darrov uni saylamay haq tushiribsa, Churchill men mushuning uchun kurash qilgan.
deb xalqlarning saylamig'ini qo'llaydi chocuk. Ben muşnu için saylanı kurash qilgan deb 3 yildan keyin yana qaytib bo'ladi. Birinchi Amerikaning nimasi kelsak, o Biden oldingi qitim Obamaga prezident bo'lgan. Endi prezidentlarning ichida eng Xitoy parasi Obama. Buningdek endi Xitoy nima desa, endi Obama hech qanday tajribasi yo'q. Maktabni o'qib chiqiblar, ancha-muncha ma'lum ishga asos qatlamning ishini qiliblar, so'zlablar, senator bo'lib, prezident bo'lib ketgan odamda. Buningda hech qanday jamiyatda hech qanday bir chiniqish, mandaq iliqqa ko'chada cho'ng bo'lgan emas. Biden Trump degan, mandaysiz Trump degan iliqqa do'ngko'rikda cho'ng bo'lgandakda kichigidan tortib mushtlashib, urishib, hamma jalgurkasi uni o'g'irdan o'g'irlab, go'ldamchini go'ldab, urdig'ini urib, ashunda jalda tovlin chiqqan mandaq bir odam. Biden kelsak, Biden Obama vaqtida uni ma'lum prezident bo'lgan bilan 4 yil. Bu 4 yildan keyin bugun kunda Biden duch kelayotgan xalq o'xshash xalq emas. Duch kelayotgan media o'xshash media emas. Duch kelayotgan xalqaro vaziyat o'xshash vaziyat emas. Buni Bidenning yana 4 yildan keyin Obamaning qaysi bo'yicha ish qilishiga yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi, har qanday odam prezident bo'lgandan keyin men o'zimni ko'rsaman deydi. Shuning uchun bu oldingi vice president, oldingi prezidentim bilan o'xshamaydigan ishni qiladi. Shuning bilan chekinik, shuning bilan o'zini farqlantirish orqali o'zining viviskasini tiklaydi. Shuning uchun undan keyin Bidenmi masalanga saylam bo'layotgan vaqtida Xitoylarningki Uyg'urlarga elib ketgan qirg'inchiligini genocide, erki qirg'inchilik deb shu vaqtda degan. Aqshan oldingi kuni tunugunda ras ya cuma tunugün. Yelaqe yeni tashqi ishlar ministrningmi men Pompeo'ning gapini qo'llayman, o genocide degani aqshan Bidenlar bilan bu jihatda ikki jihatda birlik kelgan. Bu masala kelganda-da, chunki buni Biden o'zi da'vatga emasmi? Biden Trumpni sen buni mushlar demiding deb tanqidliganda bu. Shuning uchun Bidenning siyosatiga kelganda qandaq mangdi? Texi 100 kunni bo'lmasa, endi Amerikada Oqsaroy degan executive branch, ma'muriy hukumat organi. Bular qonunli organ. Shuning uchun bu yerda prezident, oldingi prezidentning naslari agar kongressda avom kengash va avom palatasi qonunlashmagan bo'lsa, buning har qanday o'zgartiradigan huquqi bo'ldi, o'zgartiraverdi. Bu buningki masalanga nimani Trump Falastinni, Jerusalemni Isroilning poytaxti qilib etdi. To'g'rimi? Uni aqshan Biden o'zgartmasligi mumkin. Buni o'zgartsa butun Yahudilarning qarshiga o'tib ketadi. Uni qabul qilib, chunki uning uyaga Falastinlarniklarningki mustaqil bo'lmasligini, mustaqil bo'lishini araq qilam xolamaydi. Bundan ketadi. Lekin Iran masalasi, climate masalasi, WHO, xalqaro nimdaymiz, WHO World Health Organization'da o tashkilotlar bo'lganni bu o'zgartirish mumkin. Buningga o'zgartirman deydi, o'zgartib kirgish mumkin. Lekin umumiyatda Xitoy bo'lgan jazo qanday bo'ladi? Mening ko'z qarashimda aqshan hozir siyosatda masalanga Amerika o'zi Xitoy bo'lgan texnik jihatdagi jazolash bu davomlashidir. Bu Amerikaning asosiyatdan hukumat masalan texnik saqlash bu Amerikaning hukumat siyosatiga aylanib ketdi. Bu ikki partiyaningki Cumhuriyet va Demokratiya partiyaning 90% yuqori qo'llanishga ilingan bundan da davomlashidir. Qaybir import eksport qilishida import masalanga Amerika o'zi ishlab chiqara oladigan narsalarni import qilsa, aqsha uni jazolaydi, bajnay ko'pirdi. Amerika o'zi ishlab chiqaramaydigan maska, paypoq, bunda birimlarni o'zi ishlamaydiganni Xitoydan import qilgan vaqtida aqshan Trumpning ilib qolgan boy jazosini kemaytirishi mumkin. Buni kemaytirishi mumkin. Abayda Xitoyninki nima
Qahar dedingmi, GDP'si 6,5 chiqibdi deb, sen dedingmi? Lekin u 6,5 chiqmadi u. U Xitoylarninkini u nimasi ilaqa Shuipao deydi, sudunda uni Xitoylarning to'g'rilarida, mesela aqsanlar u 6,5 chiqmadi u Xitoylarning. O şirketlari chunki hozir Xitoylar şirketlarda asosiyatda o şirketlar cho'ngroq zavod şirket. Mesela chip munosib şirketlar asosiyatda vayron bo'lib bo'ldi. Huawei, Zhongxin, Nurg'un, undan keyin yaqinda Xi Jinping chiqib bir yurish cho'ng Xitoylarninki mushaylarga shirkatlarni boshlagandan asosiyatdan hamma tunjuqtirib o'tdi. Shuning uchun masalan Xitoylarning bunaqa suv opatida 27 o'lkadagi hatto teriydigan urug'lar qolmadi. Shuning uchun bunday jihatdan aytganda Xitoylarning GDP'si 6,7 degani azaldan bu hech qanday 2%ga basa cho'ng gap. Bu 6,5'ga bormaydi. Endi biz burunda hammamiz shu yerdan kelgan-ku, o'zimiz osh qolgan vaqtidami, burun kichik vaqtlarimizda Amerikani qanday qutuldirganini xiyolini qilib yuradi Xitoylar. Shuning uchun bu jihatlarda Xitoyning GDP'si aniq gap bilan munosabat yo'q, kelib qoldi. Men o'zimning ko'z qarashimda GDP'si 6,5 degan uningga men ishonmayman. Endi Baydenning siyosati qanday mangdi, ya'ni 100 kundan keyin bilamiz. Ma 100 kungacha Baydenning birinchi masalasi ma kasalni saqaytish. Masalan, hozir bizning Los Angelesda bir nechta cho'ng zallarni oldin qaptin oshga ukol urishga boshladi hatto. Burun hozir 65 deydi, aqcha bu haftada 60 ga tushdi. O xalqlarga ukol urishni boshladi hozir butun yerlarda. Har oyda 1 millionda, har kuniga 1 milliondan odam ukol urishni nishon qildi, urishi mumkin. Bu birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi masalan Trump o'zi jing chiqqanda iqtisod ilgirkin o'rlab chiqib ketgan. Ma nima bilan Xitoy kesili bilan shunday chiqib ketdi. Hozir yana boshqadan chiqyapti. Endi Bayden chiqsa, Bayden chiqqandan keyin bu iqtisod naydir, rivojlandi. Bayden bugun Trump degan yeri mening yaratgan iqtisodiy men pishirgan mantini Bayden yeydigan bo'ldi degan yerning asosi bor. Bu qiyinchilikni o'tdi, dorilarni taraqqiy qildi, nurg'un nimalarni qildi. Lekin Baydenning siyosatini mayli demokratiyachi yaxshi ko'rsin, yaxshi ko'rmasin, bu Amerikaning siyosatiga o'zgartirish kirgizibdi. Buning ta'siri uzun yillargacha oldu. Xitoyga bo'lgan Uyg'ur Amerikaliklarni o'g'itib o'tdi. O endi Bayden ularni uxlatmaga nayt tas. Xitoyga Uyg'urlar bütün Amerikaliklar Xitoyni bir shunda bir xuddi samimiy ashundaq deb bildigan odamda Xitoyningki asli qiyofasini ko'rsatib o'tdi. Endi Amerikadagi Uyg'urlarning vazifasi ig'ir. Chunki bu Amerika hukumatiga qiladigan ish tigi tahdid etgan dunyoda hamma upu so'zlaydi, tigi tahdid kelganda o'sha Amerikadagi masalan Uyg'ur Amerika birlashmasi qatorliq yana bir nechta tashkilotlar bor, shularga yuk bo'ladi. En çok vazifini muşlar Amerika'daki Uygurlarının üstüde. Bu Amerika siyasetiga. Mesela siz Nima Pilayevga siz sözleysiz, devam versiz Amerika'da o işini kılanmayısınız. Bu işini kıldığın biz Amerika'daki Uygurlar. Çünkü Amerika'nın Uygurlarının vaziyeti çok Biden siyaseti mi? Amerika'nın Trump ketti, Biden geldi de ben aşkay burun dedim ki ketti. Ma Biden geldi, ancak Amerika'daki Uygurların vazifesi, muşu Biden yetakçılığı hükümetinde qanday qilib Uygur menfaatini texmi oldiga surish. Bu bizning Uygurlarning, Amerika Uygurlarning intayin yaxshi. Ona da yaxshi yeri men Amerikada masalanki hozirgi Uygur Amerika birlashmalarida nayt bir yurish yosh bolalar chiqib ketdi. Bizning Oqsaroydan bir odam bor, Kongressdan bir odam bor. Uygurlar 4-5 ming Uygur bo'lgan bilan Amerikada nayt unumli ish qilyapti. Meni bilaman, men Amerikadagi Uygurlar aqchamosh Biden hukumatidami Uygur ishini oldiga sura oladi. Ko'p rahmat. Bir narsani eskartib bu irqiy qirg'inchilik, genosid degan qalpoqni kiydik. Bu ataldı. Yani bir mesele bizning liderlerimiz, bizning aşı muhim yerlerde turayotgan başlıklarımız, bizning mikrofonni so'zlaydigan adamlarimiz, bizning vakillarimiz bunun için ikkinchi hergiz 1 milyon degan gapni demasak. 1 milyon emas. Yezlar, shaharlar qurib ketdi, xalq. Qurib ketdi. Ma'qul Xitoyning 12 milyon deganimi to'g'ri bo'lsin. Bizning bopta baş aşdavsun. Şundaqdımı yer maqamıdı maqaqnan. Bu nemişki biz xalqninki rayı qarab
2 milyon devetsem, 5 milyon devetsem kapığın Türk kalan ki de hem de şu 1 milyon palamstan hem de 1,5 milyon. Bunda çıkan şeyler kaldı. Hemsini sahnede söyleyip açıp yürüyüp çıkarak bundaklarını. Bizim halk yaman tügep git bardı. Muşunu ben asker koysakmış başlıklarımızla. O işte telefon numaranı alsız bir dep koysanlar bizim halkı teşkilatlarının başlarına. Kaharken başladı bununki 1,5 milyon demişsenlerdi. Hemen bu şuna bir gap kıstırıp koyayım. Kahar yaman bir mühim mesele dedi. Biz Uygurlar ortak hesapta dünya boyunca en az degende Uygurlarni 20 milyon Uygur bar davatımız. Bunun tüven davatga Uygurlar yok. Aylar 35 milyon deydiganlar var. O diğerler davatson 20 milyon desek mi? Xitaylar özü torda. Xitayning eng aşırı çekip bulduğu avazı Uygurlarda 6 milyon 7 milyon adam bar davatsa. 13 milyon adam ne gitti? Şunu dünya Uygurlar nimişki 1 milyon deydi. Altın günü iyilik birisi de iyilik bir kanalda iyilik Ömer kanal bir ilan kılıp sen bununki ispatın ne derse ben ispatım yok da aşan deyim. Hey Xitaylar özleri deydi o ispatını gösterdi o aran 6-7 milyon Uygur var dedi. Aşı ispatı 13 milyon Uygur'un kırvetkenliğini bildiğim hem de. Hayat etti şular. Nimişka Uygurlar hazırlıcı yani 1 milyonmuş kahar diyen ben şunda koşunun 1 milyon 2 milyon deydi. Bizde 10 milyon adamla kırıp oldu yok oldu. Bunlar özür davatkan tosa. Vakti yakın değilse mesela kahar diyende 12 milyon mu da koyayla Xitay'la musabının köstü koyayla. Oğlan 7 milyon dedi, kalan 5 milyon adam ne gitti. Bunu Uygurlar biz halkının közü karab özümüzün siyasetini bekitmeyimiz. Biz özümüz siyaset bekitip halklarını şu siyasetimizge kabul kılışıga tırışımız. Bu bizim işimiz oldu. Bunun karab durup 5 milyon 7 milyon. Onda demek Uygurlar hiç bulmaganda 5 milyon adam kırılıp gitti, ölüp turmu demez, kırıp oldu deganini biz hemmiyede deysek oldu. Aşını demigen adamların hemmisi aş Uygurlarning bu işiga buzg'unchilik qildi. Uygurlarning ishini Xitoy parasini Xitoylarni qo'llagan bo'ladi bu. Chunki Uygurlar bu masalada qattiq faqat biz buni masalan menga desam men bir yerda hamiyada so'zlab qolsam 10 milyon Uyg'ur tuydi deb Xitoylar chunki bu sifatni Xitoylar o'zi dedi ekranda 6-7 milyonlik Nuri bilan sürülgende ilk adam 7 milyon mu 6-7 milyon adam var dedi. 6-7 milyon adam 13 milyon adam ne gitti? Uygurlar en tüven degende dünyada Uygurlar 20 milyon degende biz birlik bağı, birlik keldik ko. Demişsiniz 20 milyon çıkıdı Uygurlarның sani. Ya degendeken şu Uygurlar aşınçı kırıl degende biz tentirmey, oduqmay, hicil bulmay, yüzümüz kızarmay, izzat atmay şunu deyişimiz gerek bu hakiki sanını. Bunu demişsek biz Xitaylarning soni bo'yicha ish qilgan bo'lamiz. Satqınlık. Şu satqınlık bo'ladi da. Yani özümüzün qurbonlarini mi, qirılganlarını ixro qilamisak maydonga chiqib. Özümüzün qirılganligini maydon qilamisak qanday bo'ldi? Kırgınçılık ise her kandak bir medya, her kandak bir adam alıp öğrenip kelip birinci soraydigan birinci sual kança adam öldü degan sual koydu. Hem bu yer kelgende en tamgını uradigan isim nima desa Uygurlar özümüzün ağzındaki gap şu mühim. Eğer bizning arsimizga bir liderimiz çıkıp 1 milyon desa ölgünümüz bizning. Tüygenimiz bu. Çünkü özümüzün ağzından çıktı bu gap. Hak azlası meyli, lekin biz azlatsak biz dehşet çok hatalık ötkazgan bo'lamiz. Biz haqiqatda so'zishimiz kerak. Bu eski gap bu ko'paytirgan, mubolag'a qilmaydigan narsalarni mubolag'a qilib, masalan, chet elda 5 milyon Uyg'ur va 35 milyon Uyg'ur deb buni qilamiz. Haqiqiy ko'p sonni ko'z tiklaganda kichikletimiz biz qanday bir ta'tir haqmiz? Demişsiniz bu mushu masalanga mushu liderlar amaliyotda mush qurban bo'lgan Uyg'urlarni nurg'iyat sitvit bor demişlar. 1 milyonda nereden keldi qanday og'zi borudi ashunga gapni 10 milyon arg'u Uyg'ur qirilib ketib qolsa aşağıda. 10 milyon. Aşı masalan mushu liderlarni aşı so'zlayotganlarni yig'ib berib Uyg'urlar soni qancha desa, ashlar yana 20 milyon deydi. Lekin o'lib ketgan odam 1 milyon deydi. Mandak bular bu adil bu bizning her teşkilatning liderleri bu Uyg'urlarni satgandı mı? Manda unda emas, ikki qo'lni ko'zimizga tiqib turib setyapti-da ham satganda. Bu bo'lmaydi. Ashlar 20 milyon deb so'zlaydi. Qolgan o'zlari Xitoylar 7 milyon Uyg'ur bor deydi. Qolgan 13 milyon da ketdi. Bu ispat mishadi o ashlar shunda televizor deb bersa, yana isbatimiz yo'q. BDT'dan chiqib qolgan bir sonni manda dedik deb so'z. Bu bo'lmaydi bu Uyg'urlarda.
Rahmat. Ya, Aslidagi tarixiy temadan so'roq biraz bergan uzoqlab bir ketmaslik tirishdilar, lekin bu to'g'risida to'xtalamiz albatta. Chunki shu irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qilgandan keyinki bizning milliy inqilobimizning siyosiy harakatlarimizninki xarakteri, salmoqi, plan projelarda albatta bir yükselish, burunqi ko'ngan pədsdə mingiverishda davom qilaverishini to'g'ri ko'rmaymiz deb qaraymiz, aqlli savat. Bunda bo'lgandan keyin bu vaqtda o'timiz albatta. Nimagadan u mazmunga beliroq kirish uchun biroz ta'xir qilgandim, ammo sabab taqozosi bilan muzokara qilib qoldik. Hamda bayatın Mevlankan moyun bir gapni dedi. 100 kundan keyin, undan keyin ko'ramiz Joe Biden'ninki qanday siyosat yurgizganligini dedi. Bu 100 kun mobaynida bundaqda bizning haqqimizda e'lon qilingan irqiy qirg'inchilikqa aloqador bir amaliy harakat qo'llanishi tegishli bo'lsa-mu, ya'ni shu 100 kundan keyin bo'lamdi bu ish? Savolim shu edi. Bununla mening ko'z qarashimcha aqsham Baydenning hozir yangi chiqqanda birinchi masalasi mushu Xitoy virusni oldini olish. Bularninki o'tkinchi hukumat deydigan transmission government deydigan to'rbet qurdi emasmi? Shu to'rbetga kirib bularni qarasam birinchi vazifasi hozir mushu koronavirus Xitoy virusni oldini o'qil urish, ikkinchisi xizmatni asliga keltirish. Qolganlar keyin kelgan gap, menga oldingi 100 yilda aslida Tashqi ishlar ministrligi u ma'lum so'zlarni qilib ip ketishi mumkin, lekin bu 100 kunning ichida mening ko'z qarashimda Xitoyga mush Uyg'ur masalasi to'g'riliq mushini deb turib Xitoyga bir jazo qo'llanishiga men hozir gumonlanaman. Hozircha mencha 100 kundan keyin bo'ldi bu ish bo'lsa-mu deb o'ylayman. Ikkovini qo'shilamizlar bu shaqqa bu fikrga. Boshqa qo'shimcha qilgan qistirmani bo'lsa olmaydi. Ya'ni destek 100 kunda Amerika Mevlakam degandek eng muhim hazırlık bizga kesildi. Yo'qlashın Amerikanın bek adı işki ismi qalayım qancha gündüzü köpeyip. Bu eng muhim tutilgan işki işi kesel. Ama tashqi siyosatni albatta qo'yib yetmaydi bir davlat o'g'li tashqi siyosat bo'lmoqda. Tunugunga bir xabardimi tashqi ishlar ministrininki ministerlik ko'paytirdi, bu da o'ttir sharqdagi şu an vaqtida istifa berayotgan bir Suriyadagi vakili bor, Suriya terrorizmga qarshi vakili. Uni texim cho'ng qalpoq bilan o'ttir sharq va shimoliy Afrikadagi vakil qiluvchi. Ya'ni Biden hadi vazifa kirishdan burun qildigan plan projekt xizmatini tahqiq bo'ldi. Ammo Xitoyga qarshi bu Uyg'urlar masalasi qildigan harakatda shu zaman cho'ng bir qadam bosolmaydi. Balki ikki diplomatik so'zlar bilan o'zaro Xitoy bilan aloqa qildigan boshqa siliq muomala qilib boqadi Xitoyga. Manda qilyapsa, aman to'xtab, manda o'pdi deydi. 100 kundan keyin bu natija bermasa, siliq politikasi, siliq siyosati Bidenning Xitoyga qarshi siliq siyosati önüm vermese, yani Xitoydan biraz bir yumshash bo'lmay, yani qanday qilib biz bunu bay degandek 30 yil davomlashtirib deganda qattiq qo'lliq esa, ikkinchi 100 kunlik planida balkim Uyg'urga qarshi dastlabki tuvan qadamda bir harakatni olib qo'yish mumkin deganda bir o'yla. Chunki bir davlatning og'zidan bir millat milliy qirg'in uchirdi dedi, uningga qarshi bu millat bu davlat bir harakat qo'llamasa, bu davlat o'zini latib qoladi. Bu davlatning xalqaro obrazi tushadi. Chunki hech qanday bir davlat demigen bir gapni Amerika hükümeti devletti. Uygurlar milli qirg'inchilik uchrayotdi deb. Hem bunun karşı Amerika bir kichik olsun bir tedbir almasa, başka devletler Amerika'nın gibi şu çağlıkken o özdəbqi birinin qimdi deydi. Mesela Türkiye deydi, Orta Asya'daki devlet, Avrupa deydi. Sen özən bizim dememse özən degen ki onun karşısında iş başlar deydi. Ama Bay Mevlakam degen destek 100 günde bir netice çıkmaydı. İkinci 100 günlük planın içinde çokum Xitoy karşı destek qilamdiki belkim agahlandırış yoki nota yoki iqtisodiy jazo yoki boshqa bir shakllik bir narsa ongacha Biden hukumati xalqarodagi o'zining ko'n ittifoqdoshlari bilan buni kengashidi. Ya'ni xalqaro birlikdan qarshi ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti opirdi bu masalani, andikin boshqa sud tashkilotlari xalqaro birliklar elib bordi. Chunki yolg'iz olib borgan qaraganda Biden degandek Trumpning ketkizib qo'ygan yeri o'z yolg'iz Xitoyga qarshi turgan. Bu da Biden bu misal siyosiy bu o'z yolg'izlikqa Trumpdek lükçek bombası mı? Lekin qo'y ilgariroq siyosiy. Shunday o'xshashqa bu xalqaro o'zining ko'n ittifoqdoshlar bilan birlikda Xitoyga qarshi bir tadbir elishi mumkin. Shu qatorda Uyg'urlarni qo'g'dab qilish uchun
ba'zi bir qadamlarni bosudi ikkinchi 100 kunlik plan ichida deb o'ylayman. Muşu kampın meselesi çıksın ya ki ilgili 60 yıllık tarihimizdeki inkılapka tutkan pozisyonumuzu qarsak biz özümüzün devamlı tamaşibin orundaki fikir bilen anılan düşüncelerle geldik de. Yani muşu hareket bu şekildeki an fikirlerimiz, adetlerimiz devam kessa muşu irqi qirg'inchilik deb e'lon qilingandan kelgan fursatlarni qo'ldan ketish ehtimolligi bormi? Bu qarshilanganda avomga nima deymiz bu shaxta? Bu irqiy qirg'inchilik degan ataqning chiqqanligi Uyg'ur davosidagi bir inqilob deb qarsak bo'ladi. Nima uchun deganda, undan burun biz Xitoyniki Uyg'urlar terrorist, diniy radikal deydigan bu uch qalpoqni qarshi biz yengib yengib shuni bilan kurashib kelyapmiz. Shuni qarata bizning chiroyli aliknechi musulmon davlatlarimiz Xitoyning to'g'ri shu Uyg'urlar eski xalq bular mustaqilmaydi deb qo'llab chiqqan. Ham qo'llabli. Boshqa davlatlarda bu miki shundaqdi. Endi bu irqiy qirg'inchilik degan nomning otilishi bizni endi butunlay ilqi utaqdan butaqqa o'rtib bizning qalpog'imiz boshqa bo'lib ketdi. Biz yüz haqqoniy ezilish uchirgan, zarba uchirgan millat deb ataldik. Bu nayt cho'ng bir ilqi sim bu. Biz endi o'zimizni oqlab o'tamaymiz. Voy biz terrorist emas, biz radikal emas, biz bo'lginchi emas, biz unday yaxshiroq deb u avarchilikdan o'tib ketdik. Hozir bu qalpoq kiyildi, biz aniq bo'ldik, biz yakashga uchirguncha bizni o'tiryotdi bu narsani qo'l. Shuning uchun bu Uyg'ur davosidagi bir cho'ng inqilob deb hisoblayman buni. Hamda bak eshitdimmi bu gap? Ikkinchisi bundan keyin hamda Joe Biden hukumati ham Uyg'urlarga nisbatan qanday qilib ketadi deganda hamda biz askar chiqarib Sharq Turkiston ozod qilib bermaydi u bu gap. Bu yerdagi ish aldidan mancha hozir bir butun dunyo bo'yicha bir xil davlatlarda iqtisodiy va siyosiy krizis ig'ir. Amerika ishchidimi masalan Amerika kuniga 2 billion dollar pulni harbiyga qashimsimaydi. Bechiq pul. Undan keyin hech qanday bir iqtisodda bosh ko'targan nimasi ojiz, ahvol yaxshi emas. Eng boshda Amerika o'zi bir dasturmag'ichilik bu versi ishlarga qanchalik cho'liydi uqmayman. Uning uchun birinchi qadamda shu kasaldan o'tib olish kerak koronadan. Bu erkinlik bugun ketgan davlatning gapi kirmaydigan amerikaliklarni uyiga kirib o'tadi deydiganga ko'ndamak yomon tas. Shuning uchun bu korona qarshi jangda bu Xitoy virusiga qarshi jangda hatto Amerika yengolmasligi mumkin. Shuning bilan tugishib ketishi mumkin iqtisodiyat. Ya'ni 3-4 yil shunday nima qilsa Amerika iqtisodi rast yiqilib ketishi mumkin. Bu xatar, bu tarafi bor. Shuning uchun birinchi ish Joe Biden hukumati korona masalasini cho'qim hal qilsa Amerika bosh ko'tarmaydi. Bu bir Amerika emas, boshqa davlatlardami davlat hokimiyat iqtisod siyosat krizis ig'ir. Turkiyani ko'z oldimizga keltiraylik, Rossiyani ko'z oldimizga keltiraylik. Hatto Xitoy o'zi Beijing o'zimi Xi Jinping guruhining ahvoli yaxshi emas o'z ichida. Bir xil ijtimoiy holatda ular diktatorlikni yurgizib o'zini saqlayotdi. Shunga hamma davlatda shunday bir xatarlik ahvollar bor. Amerika o'zini elib etadigan bo'lsa, bu 100 kun deydi, 100 kun oldin koronani hal qilsa, iqtisod asli keltirmasa, iqtisodni boshqa ekanmasa, qolgan narsalardan eg'zashmoq past. Agar Amerika o'ngshalmasa, o'zini qaddini ko'tarmasa, Xitoy qarshi birlik safda dunyoda yetakchi rol o'ynashga mayda tas ahvol qardi va shunday deb qarayman. Men bak Qaharning gapiga bir ikki yil gap qaytib qo'yay. Qaharning degan to'g'ri ayliqi irqiy qirg'inchilik degan bu masala Amerikada chiqqandan keyin Uyg'urlarning masalasi masalanga nurg'un bu masala Uyg'ur tashkilotlar menib Amerika hukumat oldigan iqtisodiy yordam, siyosiy yordam hamma jihatdan buning yo'li keng ochildi Amerikadagi. Birinchi, uningdan yana boshqa bu Amerikada qurgandan keyin boshqa yerdagi davlatlar, masalan, Gollandiya bo'lsin, Germaniyadagi, Ashiyadagi Uyg'ur tashkilotlarga bu bisim shu hukumatini ashning irqiy qirg'inchilik deyishga qat'iy minishga bir bisim ishlatdi. Buni hammasi shuning ma'nosi oldu bu ishni nima qilishida ikkinchi.
Amerika'nın hazırkı qaharının gepi qo'shuncha Amerika'nın iqtisodiy maslangan Amerika'nın texnik iqtisodiy to'xtab qolgan yeri yo'q. Bular o'xshash rivojlanib ketib bordi. Texnika, kompyuter soat maslangan men o'zim kompyuter incha uyda ishlayman. Bizning bu sohada hech nima ziyon uchirmaydi. Amerika'nın ziyon uchrab ketganlar maslanga magazin, oshxona, jim, maqshaq tijoratlar to'xtab ketib bordi. Buni aşması bo'lmaydi. Maktab. Amerikada hozir eng chong masalasi bolalarni maktabga kirish. Boshlang'ich bolalarning maktabga bormasligi butun ayollarni ishsiz qilib uyda bola qarashga majbur qilib qo'ydi. Bu Amerikaning hozir boshlang'ich bolalarni maktabni echish, hozir Amerikada bunday shu kasalning oldini olgandan keyin birinchi masala shu bo'layotdi. Muş neçe yüz milyon neçe milyonlagan o'quvchi bolalar maktabga kirib mush masalani hal qilmoq uchun onalar bekor bo'lmaydi. Onalar ish tashlab hamma uyda bola qarashga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun oldingi 100 kunda Amerikaning hozirgi masalasi mush koronavirusning mushini o'qilni bir urib olsa, mush o'qilni urib olsa. Undan bu Amerikaning haqlarimi men dedim bir xo'shnam bor. Aşı çattığı yok aşı. İlaqı kalçıdan bile cügüreverdi. Vay ben ölemdim, ölmemdim o Xudanın işi dep bu cürdüğünü bu çırkavdan kelmeydi bunu. Ben yıkındım aşı maşinayı dep ama bizim öyümüz tiniş okuyan yıkın. Bizim Kaliforniya ıslık boğan diken deniz boyu basınız lıkla adam. Kadar yalangaş hem adam eşe cügen. Şuna bu koronavirüsünü ile Xitaylarda öyünü solap unda kılıp baş kuranmaydı. Şunun için bu nima ketib qolgan, uningki Amerika xalqining bu koronavirusdan iliq bekmi qo'qab ketmagan yeri bularning nisbida iliq o'lgan odamning nurg'ulari nisbi nayt tuvango. Uni hammasi ashundan o'ldimi? Boshqa nimada o'lib ketgan mushtab xalqlarda iliq bir buningga bo'lgan iliq hushyorlik nayt tuvan. Bunun bunda bo'lishinin bir sebebi Donald Trump prezident bo'lganda bu yeni chiqqanda bu bir iliq zukanga o'xshash narsa deb ömrida och chiqib ketkichi buning bir e'tibor bermadi. Bu mushni tushib ketishining bir sababi. Başta chiqiblar shu Donald Trump, bu chaqqan bo'linglar, mushtaq qilib maska taqanglar deb iliq ishi og'irtib masanab mangan bo'lsa, akşam Donald Trump yan sayınlık gitti. Bu çıkmayla bu işinin bu mu degendikin nurgun adamlar ölgendikin güzelliğinde adam ölgendikin bu adam ölgen adamlar neçim kançimli adamlar ile kisel boğandinkin bu halkının nurgun şu saatlik adamlardan mı kıp kaldı. Şunun için Amerika Biden çıkanda birinci işi Mushi kiselni okulni urush 100 kungacha haq okulni urib bir xizmatlarni, oshxonalarni, magazinlarni, dukkanlarni, maktablarni echish. Bu birinchisi, mush ish bo'lmasa qolgan ish mangmaydi. Aqshan diplomatik ma'noda, masalan, diplomat tarafda ular o'zlarini ishini qilaverdi, so'zlaydigan so'zlarini qilaverdi. U masalan Amerikadagi tashkilotlarni bu yerga bizning eng chong Amerika vakillik qilgan Uyg'ur Amerika birlashmasi. Ularning a'zolari nihoyat qobiliyatli. Bular berib, kirib, so'zlaydigan ishlar qilaverdi. Bu ishlarga taqishmaydi. Lekin Amerika hukumati oldingi 100 yilda birinchi Xitoyga bir qattiq chora ko'rinish u mangmaydi. Abay Nurmamatni deb ketdi. U ikkinchi 100 yilligida bu qilishi mumkin. Birinchi 100 yilda mening ko'z qarashimda mangmaydi. İkinci 100 günde 100 yıl deme, ikinci 100 gün. Yani fursatmi shu orqali qo'ldan ketib qolamdi degan savolda buning javobini bermay qoldingiz. Yani biz Uyg'urlarni deyapmiz, to'g'rimi? To'g'ri, biz Uyg'urlarda hamda Uyg'urlarda masalan o'zimizning atrofimizga qarasak bo'ldi. Müşahidlar bor. Musha necha ziyollar bor. Meni yeniki bor siyosatda yana 10 ming yil o bir ziyolki men uchiq dedi, yana o ilm fanning tadqiqot qilishi yana 10 million yil degan yer shar portlab hammamiz yo'qaymizga shu mustaqil bo'lgandan imkori o'xshashli bir ish bo'ldi ekan deb men uchiq dedi Allohga. Avantga doktorlik inib olgan bolalarning gaplari bu. Gaylar hech qanday ish yo'q bu atrofimiz nurg'un qilganlarmishda Uyg'urlar umumyuzlik iliq qulluqqa ko'nib ketgan Lushinninki bir yozmasi bor. Iliq bir odamlar hammasi iliq bir turmada jim kirgandiki, ular bir mazgil turgandiki turmancha jim uxlaganda bir odam o'rinda qo'pib varang churun qilsa hammasi iliqni tillayotgan, nima qo'p u varang churun bizning uyqumizni iliq o'g'itib etsa deydi ekan. Iliq yan bir mi 2 oy bag'u iliq
Xitoylar nima bir arvoda bir arvo qo'y bilan biz o'shkini ilib o qushxona akitib olsaylik o'shki o'lganini bilib vaqirab ketgan biz o'lib ketib bormiz ashay deb shunda vaqirab ketsa hamma qo'ylar buni tillaydi qo'y nimanchilar saklaysa agar sen saklama arvo o'rilib tutqulimiz sunib ketsa qanday qilsa deydi shuning o'xshashda bizning uyg'urlarda umumyuzlik texi bu ashuningga ko'nib qolgan Aşınında nurgun meslenge aşınında payız köygen nurgun meslenge chet elga chiqqan nurgun uyg'urlarning bu aşı Xitoy vaqtida turmushi yaxshi. Meslenge ubdan xizmat qilganlar, tijorat ubdan xizmat qilganlar, texi nurg'unlarning ma chetga chiqib turmushi nacharlashib ketganlar bor. Shuning uchun bular nurg'unlar bunda bo'lgandan keyin yani o'zining burungi turmushi bo'lgan muhabbat bor. Xitoyning hokimiyati ashad bo'lgan bizda shunda bir qalbi bor u yerda. Xitoy bir kun yaxshi bo'lib qolsa, biz yaxshi bo'lsak shu kunimizni ko'rsak deb nurg'un uyg'urlar. Bizda masalan mishada 3 yilimiz ma 3 yilimiz so'zlayapmiz, sizni o'qimaymiz. 3 yilimiz Sharq Turkiston turmushimiz yaxshi deb. Qaharma 2 yilimiz atalmış Şinjan Üniversitesi'ni o'qituvchilik Ma Nur Mehmet Fukan'ı O'rta Osiyoda oliy maktab tutib O'rta Osiyoda bir tijorat shunda boyib ketgan. Hammamiz shu vaqtlardagi turmushimiz yaxshi turmush. Nurg'un uyg'urlar shu turmushni aks etadi. Ma uyg'urninki, ma millatninki taqdiri va yo'qolib ketishini qilmaydi. Iliq bir gap bor, birisi jugra iliq Böğrü geldi kaçayla deyse, ayığın kalmaya kaçılapken nimanda altık cügelse, kaysın kaçsan, kaç o böğrü hemen yeydi o deyse, işkip meni birinci olup yavamız bol dedigen. Şunun okşaşı gepti adı Uygurlarda tihi, Uygurlarda hemen bu müstakil bulmuş degen ideologiya umumi bir millet karakterde şekillenmedi. Bu bizdeki mesele şekillenmedi ki. Hatta bizning nurg'un tashkilotlarimizmi bir yerga chiqsa bizning shuarlarimizmi xalq qildigan. Kompartiyaga qarshi turamiz, kishilik huquq, u ashundoq degan gaplar biz Uyg'ur xalqini bir mustaqil degan ideologiyada shakllantirmadi, tarbiyalamadi. Sunjungsan Xitoylarning Manchuni og'doganda ular degani Sunjungsan qo'ygan oldingi men so'zlagan uchning birinchisi mani hamkartib Xitoy hukmronligidagi hokimiyatni qurimiz degan. Sunjungsanmi birinchi qilgan. Shu vaqtda bir Junxo Xitoy nimdan Junxo Minzo bu Xitoydan boshqa millat emas deb aniqlama bergan. Bizda texi bundaq mustaqil ideologiya shakllanmasa, uni xalqni qanday qo'zg'aysiz? Bizda texi nationalizmni nima deymiz qahar? Nationalizmni millatchilikdanmi? Millatchilik. Millat bizda millatchilik qo'zg'oloni yo'q. Bir millatni hech masalan bu da Baydenmi Amerika xalqini qanday qo'zg'adi desangiz, millatchilik bilan qo'zg'adi. Hech qanday shuar bir millatni millatchilik bilan qo'zg'almaydi. Masalan Gitler xalqini shu millatchilik bilan qo'zg'agan. Gitler Rossiya hujum qilganda Stalin darrol kommunizm degan tarbiyani tashlablar Rus millatchilik tarbiyasini qo'zg'ab xalqni bir yerga kelgan. Shuning uchun bizningki millatchilik, mustaqilchilik, tarbiya bizda yetaklik emas. Mening hozir deydiganim ishkisi Sökbaqini Norevka so'zligini sen jim o'tirib ketgan yomon jiq bo'ldi. Choyni ichib olgansan hamdi. Hamda hozir so'zlasizlar hozir men hayron qolganim mushay mushkunda bizning Uyg'ur millatchilik tarbiya berishning zaruriyati bormi deyman. Chunki hozir Xitoyning ta'siriga uchirmagan Xitoyning amaldorimi qolmadi Uyg'urlar. Nurbekning turmush solayotgan tursa bu Xitoy qaysi Uyg'ur Xitoy vafo qildi. Ya'ni birinchi Xitoyni dushman deb bilish kerak. Xitoyni yot deb bilish kerak, Xitoyni tajovuzchi deb bilish kerak. Mish Xitoyni texchi do'st, ya'ni bizning Wang Shujidan, Zhang Shujidan menga bir salom deb qo'yamiz deydigan bir Uyg'urimiz borchu. Mish Xitoydan umidni to'liq o'zimigacha ish olmaydi. Mayli chet elda bo'lsin, hamma Uyg'urlar texchi Xitoylar aloqasi bor yana. Ishimni qilib beramiki, uyimni ertaga berib qolsam, setib beramki, bankga to'lab qo'ygan pulimni olib beramki deb, yana Xitoylarga bir umidi bor. Biz tarixdan buyon kakizib qo'yganimiz Xitoyni dushman ko'rmagan. Xitoy yumshoq kelgan emas, bizga nihoyat siliq sipoy kelsa, ashunga ish chog'irib, ishlarimizni ichib berib, uningga siliq sipoy gaplar oldangan. Azaldan Xitoy yot millat, tajovuzchi millat, bizning irqimiz emas, bu tuproqning egisi emas deb yot millat dushman ko'zda qaramagan gap. Agar biz Uyg'urlar bugun kungacha texi buni tushunamagan bo'lsak, bu millatni zavol topgan millat bo'ldi. Mushay mushugunda milliy qirg'inchilik uchrab 5-6 million
millet yo'qolib ketgan vaqtda yana tahi millatchilikni bilmagan bo'lsa, la'nat olsun şu milletga. Nima deymiz? Men shu Nurining gapiga ishga ketib qo'ya, yaxshi gapni qildi-da. Masalan, bizning Nurg'iyada Xitoy Kompartiyaga qarshi turmiz deydi. Xitoy Kompartiyaga qarshi turgan biz Uyg'urlarning haqqimizmi yo'q, majburiyatimizmi yo'q. Kompartiya bo'lamdi, Gomindan bo'lamdi, demokratiyani Xitoylarning talishi. Bizning faqat qarshi turganimiz tajovuzchi. Birla mayli u qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shu bizning tuprog'imiz egalladi, u tajovuzchi, buni birlasimi bor, boshqasimi yo'q. O Xitoy Kompartiya bo'lamdi, uni nima qarshi turgan bu demokratiyalar, Xitoy demokratiyalarining ishi. Ular qarshi tursa, uni qurmay buni. Biz Uyg'urlarning Kompartiyaga qarshi turgan haqqimizmi yo'q, majburiyatimizmi yo'q, huquqimizmi yo'q. Mayli kimga Gomindan keldi, u keldi o'xshash bizga. Faqatlar bularning birlasimi bizning tuproqni olsa, u tajovuzchi. Shuga bizning biz shu yerga birlik kelamisak beka. Hozir bizning tashkilotlarimiz o'zi siyosiyonlik qilib, Xitoy deb qo'ysa, Xitoy millatiga qarshi chiqqan bo'lamiz deb qo'yib, gapni yo'rg'iltaman deb CCP deb qo'ydi. CCP degan nima? Xalqaro o'qimaydi CCP deganni. O CCP deb yozsa, uni shu kitob o'qigan, dizit o'qiganlar tushunmasa, CCP deganniki, avam xalq o'qimaydi, nimda olqani bu CCP deb. O chiqashga Xitoy deyish kerak, Chinese deyish kerak. O Chinese degani biz dunyoga Chinese emas, bizni besib olgan bizning tuproq Chinese. Agar bizga dunyoning boshqa Xitoyga qarshi chiqamiz, uni ham qarshi turish kerak. Agar bizning erkinligimizni, mustaqilligimizni qo'llamagan har qanday Xitoy bizning dushman emas. Agar kimki bizni qo'llasa, bizning mustaqilligimiz, hurligimizni qo'llasa, har qanday Xitoy bizning ittifoqdoshimiz. Ammo uni qarshi turgan har qanday kishi bizning dushmanimiz bo'ladi. O Xitoy mayli bizning mamlakat ichida bo'lsin, mayli qo'shni bo'lsin, mayli bugungi Amerika Xitoymi, agar bizning mustaqilligimizga qarshi chiqsa, u bizning dushmanimiz. Uni demokratiya bo'lamdi, yangish bo'lamdi, yoki dindor xristian bo'lamdi, nol. O Xitoy baribir, o o'lsa bir Xitoy, hayot olsun Xitoy, eng yaxshi Xitoy, o'lgan Xitoy biz uchun. Ammo bu bizning Uyg'urga bu darsni berib o'g'linmadi-da, shuningcha bugun qoldik. Xitoyni dushman deb bilish kerak. Har qanday Xitoy dushman. Zodi Chirkovdagi pop Xitoymi bizga dushman? Doktorgan yotgan qeyri Xitoymi dushman bizga? Hammasi Xitoy dushman. O dushmandan bizga, Xitoydan bizga mishinchilik, mehr-muhabbat hech qaysidan kelmaydi. Kelgan bo'lsa, bugun bizning vatanda atamız Şinjan'da az degan 10-20 milyon Xitoy bor. Bu Xitoyning bir ziyolisi chiqib, "Ma Uyg'ur volga ketib bordi, biz bu xalqning tuprog'ini besilib, ishini yapatimiz, vol qilyapmiz" deb bir yozmadi-ku. Ya chet ellik yozmadi, ya mamlakatga yozmadi. Demak, bu Xitoyda hammamiz o'xshash, hammamiz tajovuzchi, hammamiz shu yerni besilish. Shuning bu Xitoydan qat'iy qo'l uzish kerak, Xitoyni qat'iy chegarani arish kerak-da. U Xitoyni yot millat, dushmanimiz deb to'nigan vaqtimizda bizde milletçilik şekillindi, anandiken sepimiz arıldı, anandiken işimiz belki inşallah onqıpır. Allah'ım şunun qaratqan boşumken bu hakkı idisini özgersin, kalbi özgersin, düşmanı arısın degen boşumken şunun akmatqan işimiz. Avval kalbimizni bir saplap düşmanı araylı, anandiken belki Xudo bizga bir yolumuzni açıp bir cesaret bere, nusret bere. Biz jig'ib aytganda, ya men hozirgacha bilinmagan Uyg'urni nima deymiz endi? Ko'p rahmat. Hamma shu bizdagi aktiv muomala qilmaslik, vatanparvarlik, insonparvarlik tuyg'umuzdagi majburiyatlarimizni, mas'uliyatlarimizni ado qilishga sus qarayotganligimiz to'g'risidagi ko'z qarashinglarni o'tirib qo'ygan bo'ldinglar. Aslidagi savoldan maqsad qilingan inchki bir yavatda. Yani hozirga qadar biz zaten shu sus qaraganligimizning badalini o'tab mushkuni keldik-da. Lekin tarixdan buyoqqa eng cho'ng bir e'tirofga erishgan irqiy qirg'inchilik bilan tamg'ilandi hozir bizning boshimizga kelgan kechmishlar, qismatlarimiz. Mushu fursatning o'zi bizning yani shu xuyimizga ashunaq o'zimiz qutqolimizni qo'yishtirib, o'tirib badal to'lashdan qochib, hech kishiga yaqin kelmay ashunaq turishimiz sababi bilanmi, yani harakat qilish qilmasaqmi? Mushu narsani e'tirof qilgan lekin endi Xitoyning adabini berdiganlar cho'qim chiqdi. Bizning bir asimiz bo'lsinmi bo'lmasin bo'ladi bu ish deb qarash orqali shu fursatni qo'ldan berib qo'yamizmi deb andisha edi. Bo'lsa mushaqda qahar Barat efendim yoshqi cho'ng tajribali odam bo'lasiz bilan bir o'sha o'zining ko'z qarashini angizib deb bakkan bo'lsa. Shu biz hozir da'voda mesela Amerika'nın misalga alsak, Amerika'nın hükümeti bizim aldığımızga o'tib ketdi. Biz orqada qoldik. Biz burun Amerikaga shikoyat qilatdik, da'vo qilatdik, uqtiratdik, anglatdik, so'zlatdik, namoyish qilatdik. Ham bence biz nima ish qila olamiz? Bence bir muhim narsa o'tgandim shu 50 necha davlat mushtaqil ketib bordi.
Bu Amerika güçlük deganimiz bilan BDT bağımından bir son 50 neçə tənkiləməydikan, çıxkan ular. 50 neçəni qanday qılmayız degan gaplar ekan. Birini qila olamsizlar debmi so'radi. O'tadi, shuni qilolmaydigimizni bildirdi. Amaliyotda biz qila olamiz. Biz hukumat qurib boqan buvagichilik 3 odam uyda o'tirib, masalan, Somali gruppasidan men birini qurdigan bo'lsam, menda bor video, menda bor fakt, menda bor voqealar, menda bor Uyg'urlarning hikoyalarini men 1 milyonni taqib etaman Somali. Men boshqa davlatlar ko'rim yo'q mening. Aşı vaqtda bütün Somali mediasiga jamoat fikrlarini men kontrol qila olaman o'zim uyda o'tirib. Chunki hozir bizga bergan bugungi dunyodagi media ozodlik shu. Bizga qurol shu. Nihoyatda esil qurol bu. Shuna qilganda biz Somalining bosh elchisining BDT'ga berib Xitoyning qo'llig'ini shu chog'da ko'ramiz. Agar Uyg'urlar biz asli qo'rqishlar to'lar emasdan, hukumatni qurib emasdan o'tirib, ma'allikni ishlaylarni qanday qilamiz degan biz muzokara qilib, tadbir qo'llansak bo'ldi, real bir ishni qilsak. Demak, biz hozir Amerika va biz Yevropa bizni kutayotgan nimadan biz oqida qilyapmiz, umidini. Biz qilolmayapmiz qilish ishlarni. Nima desak, biz ashunchalik rolni o'ynayolmayapmiz. Bizda ya siyosiy jihatdan, ya diplomatiya jihatdan va shu media tashviqot jihatlardan bizda bir real ish yo'q. Bir-birimizga vaqirab o'tayotgan shunday bir ish. Shunga buni kelganda biz amaliy ish qilish o'tsak, biz nima qilsak bo'ladi endi burungi vaqtlarda davlat hukumat hukumati biz berib hukumat oldi berib namoyish qilib uqtadik, anlatdik. Endi uqib hatto bersin yutib bo'ldi. Biz endi qanday qilsak bo'ladi? Bizga ochishni tutquz qo'ydi degan savolni o'zimiz qo'yib, barqadek nimalarni konkret muzokara qilsak bo'ldi. Bugungi shu tema munosabatlarga haqiqatan jiddiy savol keldi kallaga. Bu millatning ziyolilari yoki boshliqi kim, ya'ni yetakchisi kimdi? Bugungi shu avvalga nisbatan endi qanday qilamiz degan bir savol keldi. Jaral izlab quloqni to'g'rilaydigan ig'iz, ko'zni to'g'rilaydigan bir jamoal topqilinmaydigan bir vaziyat yashayapmizda, chechanliqimizdan. İnşallah akıl adamları, yani milletninki akılları avval birlik kelse, anadaki bu şu aletini bir özgertip kalabın ki diyen ümitler de bulamadı bizim halkımız. Bugünkü asıl teminden çıkıp gitmesi için asıl temi kayıtıp gelsek, nöbette hem şu Amerika bulatkan şu saylamdan keyin ki bizden hazır Amerika halkı olan bizim masaj yapılan taraflarımız olsa, hazır kahırkım hazırak kirdi. Mühim şu kalan 50 neçe devlet nispeten hizmet işleşti. Muşa yakta bu her kaysı rayonlarda, her kaysı devletlerinki turistik şehirli yaşavatkan teşkilatla kandak vasılışı lazım. Yani ciddi bir jığın içip baş koşuş arkalık muşaktaki vazifelerini özüre ortaklaşıp özüge yeniden bir plan layihelerini bekitip çıkışı lazım ama bu vakti halkımız, körülmelerimiz, bu programını kıraatkan kardeşlerimiz ulağı kandak masaj pürde yoki türkülük, yedeşlik rol oynaydı. Muşakta kısa bir cevap versek. Mesela abi kakar bir nesli nahit yaxsızlar ket. Mesela 50 netçi Müslüman devletler Xitaylarını kollap çıktı. Bu Xitay Müslüman devletlerine, hükümetlerine o nurgun berip ulağa gepni anlatamayız. Ular Xitayning foydasini yegan, Xitayning nima qilgan hammasi o'tib ketgan. Mushu tashkilotlar bu 50 necha davlatga biroqli berib, bunda xizmat qilish kerak, kuchni kuchaytirib, qaysi masalanga, qaysi davlatlar Uyg'urlarga shu biroz xalqida yetishlik bo'ldi degan yerga umumyuzlik shu bir necha davlatlarga kuchni to'plab, shu tashviqot elib, aytgandek bir ikki davlatni xalqni kam qo'zg'alsa Müslüman devletlerinin resmi dinler, ülmalar resmi kozğunu buldu. Kozğusa umumyüzlük hükümetinin ki siyasetine tesir yetküzeleydi o biri. Bir nimkese. İkinci biz Uygurlar hazır rasmışta çiçilik ketken. Çiçilik ketken nime deymen bu. Aldın kadın bir söhbetim dedim. Can Çinşen. Şu çıkıp katlık siyaset konuluş vaktida atalmış Şinjan Üniversitesi'nin ki muavin prezident bo'lgan so'ng deydigan bir Xitoyga shuningdan ham dikilib buni da ahvol ko'psa uzun yillik ma'rif bo'ldim. Mushu Uyg'ur deganiga Uyg'urlarga qattiq siyosat qo'llatsam Uyg'urlardagi aksi chiqqanda bo'ldi desa, u debki
Uyg'ur degan gap bir-birini tishlaydi degan gap, bir-birisi ittifoqlashmaydi degan gap xotirjam qilavergin debdik. Uyg'ur degan gapning ma'nosini berdik. Iliq so'ng sanda jihod debdik. Munda degani iliq qumdak chichilib ketganni bir qumni tumlab qo'ygandek narsa debdikanda shundan. Qumlarning yig'indisi qum duysi. Qum dugisi. İşte debdik. Demisimi hozir dunyodagi Uyg'urlar ta mushundaq jiddiy vaziyatda qahar so'zlar ketdi. Bizning qanchalik kaynimiz ekan. Bizga bir yetakchilik qildigan, butun Uyg'urlar qildigan bir tashkilot yo'q. Shunda bir cho'ng tashkilotni quradigan payt keldi. Biri mesela aşında bir umumyüzlük bir teşkilat kurulsa, onu mesela onun da bir maliye bolsa, teşkilatında bölümü bola birlik bolsa, astılarda mesela Dünya Uygur Kurultayı, Amerika Uygur Birleşmesi, Mollalar Cemiyeti hemmesi bolsa, ma tövette bir akıllı siyaseti bolsa, bula siyaset türgüzüp, muşunda bir yürüyüş mansa, bu endi bir umumyüzlük bir iqimga aylandı. Hozirga hamma odam ketib qolgan, hozir Amerikadan bir 10 tashkilot o'tib ketdi. Arang Uyg'ur birlashmasida birlikka kelsak, yana nechaga aylanib ketdi. Turkiyada olsak shunda jiqga. Biz hozir Uyg'urlar hozir eng oldingi mustaqil Uyg'urlarning ideyasini bir yerga bir qadamda mangdigan, ideyasini bunda bir siyosatda mangdigan mushundaq bir tashkilot qurilmasa, işte umumyüzlük biz ishimiz mangmaydi. Mangmayın. Muşunda siz teşkilat özünüzün işini kılsınız, ma teşkilat özünün işini kıldı, ma özümün meyad azırak kildiğim pulum var, bu pulumdan kurup kalman deydi. Her adam muştak kılıp, bunun da iş modası. Mesela ki, muşu nimini, ma irki kırgınçılık oldu degen yakta, sürgün hükümetten, 4 sürgün hükümet bunu kollaymış da bayanat yıkıldı. Amerika hükümeti ölmeydi, kay sürgün hükümet kayşılığını. Amerika'da 4 sürgün hükümet bununla kollaymış da bayanat hemmisi imzası Şarkı Türkistan sürgün hükümeti. Muşun okşaş vakit barda mesela Türkiye'de 20-30 teşkilat var ki bu bulmaydı Uygurlar, ben dedim o ağzılıkta Uygurlar muşunda bir yer geldi, bir ali teşkilat kurup bir hükümettek bir rol oynaydıgan bir yer geldi. Bir yer kemsek biz çiçilke gitimiz. Ben de, kını Nuri Fukam desinler bir gepli Fukam. Bu milliy qirg'izlik degan bir davlat e'tirof qilsa, unidan qandaq bir manfaatlar bo'ldi, qandaq foydalanlar bo'ldi degan bu narsa mening toza ilmim yo'q. Uni bir sinab beqib bir millatga milliy qirg'izlik bo'lsa, uning xalqaro qandaq yordam qildi, xalqaro siyosat qandaq ijro bo'ldi deganlar buni ügüz qilib, shu bo'yicha bizning tashkilotlarimiz qonunliq ba'zi bir sistemlik harakat qilish kerak. Quruq shuarda olishga kerak yo'q, ama shuarning keragi yo'q. Uyg'urni to'ntamaz deb, Uyg'ur o'layotdi, qirildi degani kerak yo'q. Hozir Uyg'ur qirilayotganligini deb bo'ldi, tugidi. Endi buni to'xtatishning, buni saqlab qilishning, ijro qilishning yo'lini tepish uchun davlatlarga, xalqaro tashkilotlarga besimish kerak. Shuning qilib tashkilotimiz va sen degandek Amerika yamanchiq tashkilotimiz va eng bo'lmaganda Amerika tashkilot birlashib, Turkiyaga tashkilot birlashib, birlikda menish kerakda. Dunyo xarakteri birlashmasakmi? Dunyo xarakterlik birlashmaydi, bizning Uyg'urlar hargiz birlashmaydi. Hammasiniki bir azroqda ilayotgan manfaati va undan voz kechib birlashmaydi. Shuningga Amerikada hozir 3-4 bir tashkilot bor, yaxshi faoliyat qilayotgan. Men bular ko'p faoliyatini bir qadamda yetmayotdi. Bundan keyin balkim birlashib mangdi. Mushtab birlashib, bundan keyingi qadamda, ya'ni shu Amerika o'zi e'lon qilgan milliy qirg'izlik degandan Amerika hukumatidan qandaq bir foydalanib ola olamiz. Ya'ni Amerika siyosati bizga qandaq bir ishlarni ish burdi deganni tepib shu bo'yicha mang'isi bo'ldi. Yevropa ikkinchi yana bir nimada Yevropadagi Uyg'urlar cho'qim Yevropa parlamentidan qo'shniga o'xshash qaror chiqarish uchun minish kerak. Shunda bir qaror chiqqanda u qarordan keyin turadigan Yevropa 20 davlat bo'lsa, shu davlatlarning qo'lga erishishda shu vaqtdan ki bizga bir Xitoyga bo'lgan dunyo Yevropada bir cheklim bo'ladi, Amerika cheklim bo'ladi. Biz diqqatinglar Amerika xuddi bizning Uyg'urlarga Malziyos hamisi Amerika bizni qutqizdi degan umid yotadi-chu. Bayram birisi yuz qo'yibdi Facebook'ga hamda Amerika yangi bir hukumat qurildi, inshaalloh bizga bizdan keldi debdi-chu. O Amerika'dan bizni qutqizdi deydigan umid yo'q. Amerika balki mushta siyosiy jihatdan qarorlar chiqardi. Uni qutqizdigan, uning asosli harakatlangich kuch, ya'ni biz Uyg'urlar, agar biz Uyg'urlar davoni qilib, har xalqning ishiga bormasak, biz yana qolib qolamiz. Shuningdek, genocide degan mushu terminaldan Uyg'ur xalqi qandaq foyda keldi, xalqarodagi ishlar, davlatlarning ishlari qandaq ichildi, iqtisodiy, siyosiy manfaatlar qandaq keldi. Buni yaxshi bir tadqiq qilib, o'rganib, butun dunyo tashkilotlar birlashamiz, har qaysi davlat tashkilotlari o'zicha birlashib,
bir qadam bilan bir ovoz bilan bir shu davlat bo'lmasa yana boy degandek bir surgut hukumatning to'rtlisi tang tabriklasa ha hukumatning beshi girdi qaysi birisiga javob beraman deb mening taklifim dunyo xarakterlik birlashish mumkin emas hozir bo'lmaydi shuningga amerikalik tashkilotlar birlashib turkiyaga davlatlar birlashib o'zining davlatiga bir ovozdan bir xil mantiq bilan taktik bilan berish kerakda hammasi ayrim berib olmasın. Ayrim bakanda söz çeçilip gidiyordu, yani buzlab gidiyordu. Bir bir avazda, bir xil fikirde bağanda belki şu devletlerinin ma'lum derecede qo'llashlarga esasga erishimiz deb qarayman. Bo'lmasa dunyolik Uyg'urni birlashtirmak tez. Chunki manfaat taqishib qoladi, hammasining manfaati taqishib qoladi. Keyinlarda hammasining bir-birida akillari bor, xo'jinlari bor, birlashtirmaydi. Mehmet Efendi'nin en ahırkı hemimizin böyle tartıp tuğan jipi var diyen şekildeki ifadesi dikkatimi çekti. İzdiniş işleriyle şu bugünkü bizim inkılabımızda şu bir boşluk salınıvatkan Müslüman ellerdeki bizni kollaydıgan iqimlarni yani şundaq bir havanı berpa qilish uchun ko'rsatgan tirishchiliklardan olgan bir xulosa so'zi chiqib o'tirgan. Ularning his qilg'imda bugungi musulmon ellari deyilayotgan butun mamlakatlarninki beshida hokimiyatni tutib turayotganlarning asosan yugini g'arbning qo'lida yoki Amerika boshliq g'arbning qo'lida. Shular nima desa shular anglaydi. Ular o mamlakatlardagi musulmon olimlarning asosan tilini kesib futbolni bağlab bo'ldi. Haq so'zini so'zlaydiganlar xuddi Xitoyda qolmagandek ularning qolmagan turdi. Bunda avval bo'lgan uchun agar bizning haqqimizda bir narsa degizmoqchi bo'lsa musulmon dunyosini g'arb o'zi bevosita degizsa yoki shundoq besim qilsa shular g'alaba qila oladi. Bizning tirishchiligimiz nafamidi yoki unum qozonmadi degandek bir inkosni bergan bo'ldi. Surch qilsak bu vaqt sizlarning ko'z qarashingizni olsa anglab olsak Muşun haq tanımsızlar, ahval haqiqatan muşundaq bolsa, yani iş, vazife, yani sizlarga o'xshash g'arb dunyosida yashayotgan ziyolilarning ustiga tushidi. Bu vaqtda sizlarning qanday qarashingiz bor? Bu g'arb hukumatining kuchini bir Arab devletleri, İslam devletleri malan bunda depa deb o'tkazib, bunda biz bu tilanchilikning bir cheki bor deb. Bu da tilanchilik qilmaydi, ham boshqaydi. Hem de ben bay dedim bir Somali grupsi de, Algeria grupsi, Irak grupsi, Tunizya grupsi. Valla şeyden bu grupta. Çıkımın 21'de ben bu devlete 1 milyon mesaj takdim edeyim. Ya bir de devletin tutup kısa, aslında grup bizge 50, 100, 200'ünü kursak oldu. Haqiqiy vicdanı var millet için iş kılaylı deydiğen Uygurlar bizning bu teşkilatların ağzı karmağlar. Bu teşkilatlar sapmaş bakan bulsam, Çingizxan bulsam, sen başkursam deydiğen real işini kılmaydıyken biz öyle oturup Erfut'un balla üçümüz oturup Irak'ın tutamdık, Maziriyan tutamdık, Somali'nin, Malaysia'nın tutamdık iş kılıp bir grup kılıp, 5 iş kılıp bir yılda biz 1 milyon mesajını Uygurların davasını aşı devlet taktımız takalsak ben işini benki 2022 yılga barganda ular PDT'de herkes Xitoy bo'lmaydi. Şuna bular bizning vazifamiz. Uyg'ur o'zimizning vazifasi. Ularning bo'yinturug'i g'arbning qo'lida ashlag desak, ular ashlag deb uni ko'ndirib bersa, bu gapni demayli. Biz shu har bir kichik davlatga 1 millionni vazifa qilib mesajni mandirib bersak va shunga o'xshash o'zining danqini chiqarmaydigan, nom shuhratga ergashmaydigan fidoi vatanperver, yaxshi aile gruplardan, küçük gruplardan uçak biz teşkilatı yenilik otamayız. Özümüz kiliversak oldu. Bizim bu teşkilatlarımızın ümit yok. Bizim bu bakanlardan, reislerden, cumhurlardan, falan fistanlardan nakip verdiğin ümit yok. Özümüz kılaylı Uygurlar. Onsa bence hem de şu oyundak gruplar nurgun kuruş gerek. Bir misal Boston'da Yahudilerin bir templi var. Yahudiler sinagog kirdi. Sinagog ulanın nimesi meçti. Temple dediğini özlerinin bir ayrım bir nimesi. Onun fakatla özler tizimlatkan naiti mahfi özlerinin cüvutları kelip bu şu Yahudilerin istikbalini eşel muzakir kıldı. Onun için bu Yahudinin bir sinagog var ki, kiçik bir sinagogya bir məlbur dokmuşlar.
Şu bir vazifini yaptı. Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha Yahudiga chiqadigan yalnız Yahudi haqida, Müslüman haqida gapirib maqol yozganlar kimga degan maxsus ashuna oxiri shu bir sinagog kirdi ekanmi? Kirib, shu boshqa vazifasi yo'q-ku. Ular maqom emasga, vaqtli hukumat emas, turgun hukumat emasga, faqat shu sinagog kichik chirkov 10 odam o'tirib olib kashk shu ishni qildi ekan. Butun Amerikada kimlar Yahudi haqida, nimalar haqida, davlat haqida, anti-zionizm haqida nima gaplar olsa 5 qo'l informatsiyani ochilib oldi ekan. Isroiliyat davlat olamiga informatsiyani shu bir kichik chirkov oldi ekan. Ana ashundaq guruhlardan hamma Yahudilar ashuna qilishadi ekan. Mana bu aqlli xalq biz mushlarni mushlar o'rgansak. Demak, mening deganim tashkilot qurma shundoq fidoyi yaxshi guruhlardan biz 50 musulmon davlatdan emas 100 ni 200 ni qurib o'z oldimiz ish qilaversak. Müslümanlar to'g'riliq mening bitgan gibi uyushtirishlik suhbatim degan bu musulmon dunyosini g'arb dunyosimi bay degandek g'arb dunyosi bir qism davlatlar bilan g'arb dunyosi kontrol qildi. Masalan, Misr, Arabiston, O'rta Sharq davlatlarning hammasining tizgini g'arbda. Lekin bu tashqi siyosat deganda ular o'zining manfaatiga qara, ya'ni Yevropaning manfaatiga xilof bo'lmagan shaklda o'zining tashqi siyosatini mustaqil olib bordi. Ular masalan, Uyg'ur masalasiga kelganda ular g'arb bilan to'qishmagan shaklda Xitoy taraf tutdi, ham o'zining manfaati uchun. Ammo biz Uyg'urlar bu musulmon davlat organlarini biz qayli qilolmaymiz. Chunki bu davlat organlari musulmonlarning hammasi chiriklashgan, parxor. Ularga Xitoy alliburun 1 milyon 500 ming 100 mingdan pulni berib, ularning ministrlarini alliburun setib oldi. Biz ularni setib olamiz. Chunki Xitoyda mushtabir chunki O'rta Osiyoda men yashagan vaqtimda o'z ko'zim bilan ko'rgan. Xitoyga borgan, ziyorat qilgan har qanday shu 3-davlat ellarining ministrligiga Xitoy sovg'at berdi-ku. Rahmat. O sovg'atning cho'ng kichikiligi bo'ldi. Ministrning amillik qarab, cho'ngroq ministr bo'lib, masalan, Sog'liq saqlash ministri, kan ministri, yerlikda bo'lsa, chiqroq bo'lib, anki u davlatga bo'lgan qonunlarga, ya'ni to'xtamlarga qo'l qo'yg'iz oldi. Budak Afrikadagi Xitoyningki butun Afrikani yeb ketishi, O'rta Osiyo davlatlarini qazi qilib o'tishi, Pokistonni qazi qilib o'tishi, Xitoyning Mushtaqtekiston ministrligiga borib, to'xtam qo'l qo'yg'izib, bu davlat setib oldi. Ham ularni biz yengolmaymiz. Ama bizden yanıgan biz Uygurlar adı bugün milli qirg'izda g'arbning, ya'ni musulmonlar davatgan kafirning og'zidan bir musulmon xalqining qirg'in uchraganligini e'lon qildi. Mushin tasdiqlab musulmon dunyosiga noyat ta'sirli yaxshi bir nutqni tayyorlab, musulmon dunyosida shayxlar bor. Chunki bu islom bizning islom dinidagi bir nima bor, mazhabpazlik bor. Bir shayx bizni deb qo'ysalar shu bir davlatni og'dirib bir kechirdilarchu. Şu mezhepler bilen kesip onun içinde hemiz bizim kolumuzunu kollaydıqalar çıkıdı. Kollaydıqan bir hakiki sap Müslümanlar var. Yani ötken degen 1% Müslümanı biz uyg'ota alsak, 1,5 milyar Müslüman işte 15 milyon Müslümanı uyg'ota alsak, şu Müslüman şu devlet tetiydi. Andikin bizdeki kollaş çıktı. Biz muşunu kılamadık. Bunu adır hemimiz garip gibi bir şey olduk. Lakin garipti mi kalbi kılamadık. Ama Müslüman dünyasını taşlap ettik. Onun koğan taşık. Yazı Arapça bildiğini var, Ordu bildiğini var bizdenki. Parsça bildiğin bu Müslüman dünyada ütilgan tillerden. Enki Endonezya tilini bildiğinler var, Malay tilini var. Muş 5 çoğun Müslüman tillere de teşvikat kılışımız ve bir işten girişim. Şulanın cemaat adı dijital dünya. Hemmesi ekranda olup gitti. Yaxşı yazıp, chet elda yazıp atkan İngiliz makalını çırak şu tilga tercüm kılıp şulanın popular terakki qilgan to'plarga tashlash orqali ularning xalqini o'yitish kerak. Xalqning ideyasini o'yitish kerak. Xitoyga bo'lgan uyushmanlik, Uyg'urlarga islom bo'lgan zulm, yo'qotish, qarshiliklarni tashviq qilib, ularni Xitoyga qarshi bir uyushmanlikni qo'zg'ash kerak. Tashviqot degan shu. Mushuni qilolmaydi. Hozir hammamiz g'arbda pul o'rganki, bizga yordam beradi, g'arbning ishini chekiga yurib boramiz. G'arb hozir qo'zg'ilib bo'ldi. G'arbdan bizga keladigan yordam mushunchalik. Bunda ortiq kelmaydi endi. Yanlış gelse, yani bir yerden biz Uygurlarla genosid deb itiraf qilamiz deb qo'yib bir davlatdan chiqdi. Anandikin shu yo'q. Endi qolgan ishni musulmon davlati, ya'ni hozir bizga Uygurlar milliy qirg'iz uchirdi degan gap, biz Uygurlar nima qilsang mayli degan bir yeshil chiroq bu. Biz milliy qirg'iz uchiraqqa qolib, biz nima qilsak o'zimizni qo'g'dash uchun, xalqimizni qo'g'dash uchun, onamizni, dadimizni, urug'-tuqqanlarni qo'g'dash uchun nima qilsak haqli. Dunyo bizni demaydi, deydigan haqqi yo'q. Desa agar bizni oldimizga o'tib ulash qilsin. Şununla biz Müslümanların oyuqda Müslüman akımızın aldığı vakit geldi.
Agar musulmon haqqimiz oldigan musulmon o'yg'itamisak, yana bir yerdan bir qaror chiqdi bir davlatdan, uning so'yinib o'tirmiz. Yani 2 yildan Angliya parlamentida bir qaror chiqdi Uyg'urlarga ichinimiz manda bo'ldi deb qo'ychiga. Herkes bizga xuddi 2 dunyo urushida Germaniyaga Yahudlar qirg'iniga besib kirgan Saudiya armiyasi ya Birlashgan armiya bizga besib kirmaydi. Bu xalqaro NATO armiyasi besib kiramiki, yani bir davlat besib kiramiki. Chunki Xitoy dunyoda ikkinchi super kuch. Uningga biz davlat taqvimda qarorlik qilamiz. Faqat bizga o'xshash o'zimizning ota-onasi vatanimizda deb bizga o'xshash jindan to'ygan musulmon qarindoshlarimiz besib kiralaydi. Buning keynida g'arib cho'qim bo'ladi. Biz mushni qilmasak, musharka yo'lga bormasak, bugün bir yerden bir karar çıktı, onun koşulmaz. Bir yerden karar çıktı, onun koşulmaz. Amerika, Xitay, onun hepsinden ağzı bizden sol pisap koydu. Vakit tutuyordu, bizden millet kırılıp gidiyordu. Netice yok. Xitay'a katlık bir tepki verip, tokta deydiğen bir küçülüş gerek. Onun gibi nereden olsun bir yerden katlık bir zerrebis verilgen, toktaydıgan, tüzgün tatılgan bir iş kılışımız gerek. Dünyanın dikkini, milli kırınçlık bol bizge ataldı. Yani dünyanın dikkatini bizden vatan kartı alışımız gerek. Eğer ondan kılamayı ketiversek, bu yani töşül ödep gidiyor, Biden düşüp gidiyor, yani sikilde okşaş ketiyor. Ya da Amerika bay dedik, bula her bir devletinin bir çeki oldu. Amerika'nın kıpıryalaydıgını, kançılıkını biz bir akıl ilgisi bilsek oldu. Amerika Koşmuş Ştatları bizge kançılık iş kıpıryalaydı diyen bilsek, eninin artığını talep kısak, kalkın çirtilip koyumuz. Türkiye mi şu? Türkiye bir devlet. Türkiye BDT'ye varsa bir san bereleydi. Biz Türkiye kılanmaydıgan, Türkiye'nin menfaatdeki ziyan yetkizgan talepli koyup, qarab turib haqni tishib tegsek, kökemli qilsak, biz ziyan tortamiz. Şunu kelganda biz aql ishlasak bo'ldi. Endi bu yerda Amerikani elib etadigan bo'lsak, Amerika NED bizga $100,000 pul berdi. Bu Tibetliklarga, Bangladesh, bütün boshqalarga qaragan chaqda yo'qning hisobidagi oz pul bu. Lekin bu NED'den bizga bergan bu ozgina bir $100,000 pulning o'zi bir oshqush, bir xil yeshil chiroq Amerikada aşındaq non-profit təşkilatlara pul verdiğin 100,000 təşkilat biznesler var, orunlar var. Şəxsilərdən tatib əmsigiçə. Bunlar nemeden qorxudu dese, yılın axırda bir xata təşkilatqa, terörist təşkilatqa pul verib qoymaylı, yamısı bunda xiyanətçi təşkilatqa pul verib qoymaylı degəndən qorxudu. Əgər biz NED'den pul alğan Uygurlar desek, biz şu Amerika'daki 100,000 non-profit orunlardan pul ediş hukukuga yeşil çırak bizge eçildi degan gap. Şuna NED emas, Amerika'da undaq NED'den 100,000 bak qo'lingdan kelsa, sen aşılardan gipini aqtırıp, dokumentini yazıp, pulni al, aşılı təşkilatını kur. İkinci yeşil çırak nima etsə, Bay Nurmat özüm dep ketdi. Bu genocide degan narsa mı? Bu dunyoga yo'rtilgan bir Uygurlarga bergan yeşil çırak. Mesela biz 3 adam oturup mesela bir Irak grupsunu kurduk, yalnız Tunizya grupsunu kurduk değil. Bu Bangladeş grupsunu kurduk değil. Mesela ben kurup çıktım. Sen bilem yetişmeyim ben keyin girip $1,000,000 pul çıkırsam işçin kız mısın senin? Amerika'da Bangladeş'le kurgan takva meşitin yüzü var. Ben aşılar derdimini anlatalayım. Burun anlatsam daim guman kılattı. Ben üşendirip bulamay avar ulattım. Hazır avarlıkçılık yok. Genocide dep at etip oldu. Avarçılık yok. Bende videonun yüzü var. E-maillerden, bop ketken vakallardan, bu guvaçılardan yüzü var bende. Toğuz biteler bunlar toşkuzum. Ben aşılar bilen yetişmen, şu şeyhler bilen, şu imamları bilen, şu mişler bilen nemi kılıp, bizim grupa məxsus aşılan akıl kürüdü. Keyin ben $100,000,000 elip bir işlan kıp kesse, sizin için kızımısın. Biz nemi için mışına terakmen, bizge nemi için akıl kirmeydi mışınçılık. Devletlermiş şu. Mesela bir devlet deyimiz, Malaysia deyimiz, ben Malaysia grupsunu kursam, Malasya'da kançılık Müslüman devlet teşkilatları var. Eğer hükümet sen, bu Mahathir sen bana yardım kılmışsan, ben tüvendikilerden para alışımın, benim e-mail seliş, telefon veriş, WhatsApp sözleşiş hukukum var, sen tosyamaysan, o Malaysiyalıkların Avrupa'da, Amerika'da kürmün nemileri var, teşkilatları var. Ben aşılarla alakalı ben. Ben ahir Malasya'dan $10,000,000 ekersem bu benim teşkilatımın işi. Beni hıyanetçi de diyemeysen, ben neymiş kısam şunu kılalayım ben. Peki Ben kichkina qo'shimcha so'zlar qo'yay. Mao qaharning degan
her adam öz aldığı təşkilatını 4 adam bir bo'lib qurish degan bu usulga men qo'shilmayman. Shu masalanga Amerikaga kelsak, Amerikada xotirjam bo'linglar. Masalan Amerika hukumatiga bunda haddidan ishib ketgan talabni qilsak bo'lmaydi deymiz, sabay chiqdi. Amerika hukumatiga haddidan ishib ketgan talab bo'lmaydi. Onu biz qanchalik gap shuni o'zimiz dallansaklar, shuni qilsaklar bu talabning cheki yo'q. Cheki yo'q. Buni qilib ketavergan bo'ldi. Endi Amerikada bir tashkilotlar bor, buni qilyotdi. Masalan 4 adam chiqib bir yerdan birini yoslab, 5 adam bir yerdan chiqib, haqiqatan nurg'un uchur berib etamiz. Uchurlarimiz qalayimqanlashidi. Hamiyat burada bu yaxshi usul, ilaqa burunqi Moldovning deganda yezi orqali shaharni qo'rshab olish usuli, bu yaxshi usul, yaxshi taktika. Lekin mushini masalan bir umumiylik bir tashkilot qurib, bir shuning ostida hamma yerda masalan mana qahar deganda Arab tashkiloti degan ming xil tashkilotlar qurib, u tashkilotlarga biz o'zimiz tavlangan bir qur odamlar yezib chiqqan, uchuq bo'lgan uchurni endi shu bir tutash masalanga Arabga deysak, mushunda bir ishga tashkilot bo'lib, ashning necha million uchurni basi bo'ladi. Masalan, yaqinda Amerikaningki, sizlar bildinglar, Amerikaninkini yoqda Ruslar Amerikaningki nurg'un maxfiyatlarini hijack qilib ketdi. Uni qilgan jiqadam ya 2 ya 3 odam ashada Ruslar hujum qildi desanglar, butun Ruslar askar deb qolmanglar ya 2-3 odam ashadagi bir uyda o'tirib olib, aqsha u odamlar uyda emas, Afrikadagi bir uyda o'tirib olib qilgan ish uchun uni men u virus to'g'riliq qanday qildi so'zlayman desanglar, ayrim so'zlab beray. O virus qanday bo'ldi? O virusni men o'zim bildigan virus u. Masalan, buningga birning ostida, masalan, mayda qaharlar 4-5 odam bir Bangladesh tashkilot qursin. Biz mayda nimani deymiz? Shuning uchun men yuqoridagi bir tashkilotdan biz umumiylik hammaga nima deymiz degan uchur mangan vaqtida endim bo'ladi bu. Lekin hammamiz qarsak o'z oldi qilamiz. Mayada bizda bir tutash, bir bo'lmasa, bizning Uyg'urlarning tarixiga qarsak, o'zimiz chechiliblar, hozir chechilib, mushu qancha dunyo qarsak 140-chi tashkilot bo'libdi. Buni qo'yib bersak, bizning tashkilot 5-600 ga boradi. Surgun hukumatini, o surgun hukumatni sal tirishchanlik qilsak 20 ga olib olaymiz. Shuning bilan ketaveradigan narsa bu. Shuning uchun bizda yana mushu hammamiz yaxshi usul qaharni degini o'sha hammadan Bangladesh, Arab, Pokiston ashta qilib bir ikki odamni tashkillasam, mushning qaraysa, o'sha balla Pokistonni so'zlasa, bo'libmi? Nayt yaxshi ichinarliq so'zlaydiganlar qizlarimiz, ashlar chiqib so'zsa, ayollarning ovozi odatda texnik ta'sirli tuyuldi. Ash Uyg'urlarning ahvolini shular birsi Bangladeshda har yer so'zlasa, nayt yaxshi bo'ldi. Lekin bizning to'pimizda bir oliy tashkilot bo'lmasa, biz hammamiz ashadi chijilib ketiblar. Uningki ma 10 million bir pulasam o'zim hajlayman deydi. 5 million bir hammasi shuning bilan chechilib ketamiz. Bu yaxshi chora, lekin boshlanishda bir cho'ng birning bo'lmasa, bu eng oxiri yaxshi bo'lmaydi. Bu shaxslardagi aktivlikni qo'lga keltirish bilan ularni kuchga aylantirish jihatdan bo'ladigan proje. Ammo taqdirgan narsalarning bir tutash, bir markazdan chiqma qilib qolsa, u chog'da bir-birisiga zidlik paydo qilib qo'ygan ahvolga kelib chiqadi. Şuna şu materyalning markaziy jihatdan bir nuqtadan chiqishi va tartibini belgilash jihatda muzokaralar bo'lishi muhim. Ammo shaxslardagi aktivliklarni paydo qilishda balkim u shu shaxsiy o'z bir qancha guruh bilan qilib o'zining qilgan ishini bildirish orqali shunga munosabatli bo'lgan guruhlarga mas'ul bo'lgan tashkilot rahbarlariga qatorliqlardan maxfiy nimada aloqa qilish orqali o'zining hassasini talab qilsa bu bo'lishi mumkin. Lekin bu hozir bu ishlarni qanday qilish masalasi to'g'risida buni kirsak hozir jiq tortish qilishi mumkin. Ammo bir tek qatorda sunildi. Mening diqqatim chekkan bir nuqta shu. Hammalar hozir o'zimiz turayotgan yerdan qarshi tarafdagi narsaga nazar silish ulardi. Chiroqchi qorong'ulik paydo bo'ladi hozir. Masalan, g'arb dunyosida yashayotganlar Şərq dünyası yaşayotganlarga taklif beryapmiz. Şərq dünyasida yaşayotganlarga g'arb dunyosida taklif kelyapti. Taklif kelsin-da, ammo oldidan o'zimizning ishini qilinmagan yerimizdan yordam qilish taraflarimizdan og'rigan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Bu jihatlarda yana shu deyishadigan, so'zlashadigan, og'riladigan
ayırıydigan meselelerning taxim bek ko'p ekanligi hozir chiqyapti mana. Darvaqa bugun kunimizda hozir irqiy qirg'inchilik bilan tamg'ilangan navbatdagi shu fursatdan foydalanish uchun tashkilot emas, hatto shaxslarga qadar hammalarda aktiv bir energiya bilan harakat qiladigan, hujumga o'tadigan Xitoy qarta. Eng azında qaharkam degandek oilasi bilan bir guruh qilib o'zi biladigan tillar orqali shu davlat shu tilga tava bo'lgan davlatdagi shaxs omoga uchur taqtish vazifasi eng oddiy qila oladigan bir ishlarning qatoridan ekan. Bu bir aqliy jihatdan bir haydashlik bo'lsin. Hech ish aralashmadim deb ishmi topolmayotgan insonlar uchun bir nima endi haydashlik. Biz aslidagi tema qaytib kelsak, Amerikada hamda hozir bizning xabarimiz bo'lgandek ilgiriki vaqtlarda Trumpning hokimiyat vaqtida ikki qonun Uyg'ur qonun loyihasini ikki dona qonun loyihasi o'tirib chiqib shu ma'qullandi. Endi bugungi kunlikda bu irqiy qirg'inchilik aloqador bayon chiqdi. Hisobda bu rasmiy davlat tarafidan e'lon qilindi deyish bo'ladi-ku axchan. Bu muqimlashdi. Muşundaq bir avval aslında dünyanın har qaysi yerlərdə ajnaq vatansizlikning turli azoblarni chekayotgan insonlar o'zininki hozirgi mavjud ahvoli bilan Amerika nimasiga bir iltimos qilib o'zligi siyosiy panohlik berishini va yoki viza berishni qatorliq masalalarda iltimos qilsa bo'lamdi. Mushunday aloqalar masalalarda Amerikadagi xalq yoki Uyg'urlar yoki vatandoshlarimiz va yoki qaysi tashkilotlarla aloqalashsa ular qanday yordamlarni qila olishi mumkin degan bir savol tushganda bu haqda bildiganlarni o'rtoqlashgan bo'lsak. Ya buningcha bir diqqat qilaylik. Amerika hukumati e'lon qildi. Texi bu Amerikaning Kengash palata va Avom palatada o'tmagandiki bu texi qonun bo'lmadi. Farqini bilib olaylik. Amerika hukumatining bayonoti ta oladan o'tmagicha qonunlashmaydi. Shuning uchun qonuniy jihatdan bu ijro qilinmaydi. Shuning uchun hukumat siyosati bo'ldi. Endi masalan buni agar lekin adil akirsa, menimcha ikki partiya qo'l buning bilat tashlaydi. Kim ashuna faslda shu gap masalada buningga. Endi biz endi buni qilgan zamatlar masalan mening ko'z qarashimda bu Amerikaning siyosatpana bir yerdan Uyg'urlarni akilishiga ancha cho'ng rol o'ynamaydi. Amerika buni akaldi deb bir yerdan bir muncha Uyg'urlarni akanmaydi Amerikaga. Yani bizning Uyg'urlarning vazifasi hamda bu yerdan bu Amerikadagi Uyg'urlarning vazifasi qanday qilib boshqa yerga masalan Turkiyadagi bir yurish Uyg'urlarni bu yerga akilish emas vazifasi. Mening ko'z qarashimda u emas. Yani mushning orqali qanday qilib Xitoyga qarshi jazo berish. Masalan qayerdan Uyg'ur akasi masalan bir yerlardan Malayziyada turmalar chiqib ketgan yer Uyg'urlarni ularni akilishga masalan Amerikadagi Amerika birlashmasi bor bular mangsa Uyg'ur makishlik huquq projekt bor bu ishlar mangsa bular mingishi mumkin bular hal bo'lib qolishi mumkin. Lekin Uyg'urlarni masalan Turkiyadan yo Yevropadan yo boshqa bir davlatlardan ko'chman shaklda akilishiga meningcha buni ancha roli yo'q. Ancha rol yo'q. Ham buningmi Amerikadagi Uyg'ur birlashmalari buningmi diqqati bo'lmaydi buningga. Chunki masalan bir Turkiyada yashaydi Uyg'urlar degan so'z Turkiyaga chiqqan Uyg'urlar hozirgi Uyg'urlarning vaziyatida Turkiyaning turmush yasimi u bir erkinlik chiqqan Uyg'ur deb hisoblandi. Hozirgi Uyg'urlarning vaziyati Turkiyaning turmush yatgan bu erkinlik chiqqan Xitoyning qo'ldan chiqib ketgan Uyg'ur bo'lsa uni erkinlik deydi. Qaytarib etmaslar. Shuning uchun u jihatda Uyg'urlarni mayoqqa siyosatpana qilib Turkiyalarda mayoq akilishga men toza ko'zim yetmaydi. Hamda ilaqidek Malayziyada turmush yiqib Xitoylar qaytarib etmasligidan bir nechasini akeldi-ku. Men debdimga bizning Los Angelesdan oldingi 8-oyda bir balni mush Meksikada tutib qopdi. Meksikada o'tman deganda tutib qopdi. Uyg'ur Ilfidar va Uyg'ur Amerika birlashmasidan bizning Los Angelesga tilpi urdi. Bizning Los Angelesga jamoat yosh bolalar bular darrol meyatga bir advokatga tilpon qildi. Advokat chegara bo'yiga tilpon qildi. Qilgandan keyin 3 haftadan keyin u balni chiqarib bizning Los Angeles keldi. 10-oyning biri biz bilan qatnashdi. Manda ahvollar bo'ladi. Biz Amerikada hozir Mishada u bola 10-oyning bir namoyishga chiqsa, o namoyishlar qatnashdi. Shu tutib qolgan balni Uyg'urning ishida mushu nimalarni qilgandiki, tutgandiki ular darrol uqqandiki u balni men qaysinglar hududlarga chiqa olasizlar dedi, bir shikoyatdan bil chiqmaslik akeldi, o'rlashdi, u balni o'rilish bo'ldi. Bunday ishlarni qilishga bo'ladi. Bu yerda shunga yaqinroq endi. Shu
Ahmet Pidayi sizin bir muşnungu bir oyluş baksanız Uygurlarni bunun için non-profit tapavetsiz teşkilatlarını kuruşka çakırıksak teşkilat kurmay yugan ismi yugan onu mümkünmezden konkretni realni non-profit teşkilatlarını çakarak kursak Amerika'da 1,5 milyon non-profit teşkilat var. Eğer 1,5 milyon non-profit teşkilat olsa belki 10 milyonçilik Amerikalılar non-profit'ten maaş alır. Meyli o aşkan işlemde maşinaydan da ne mi çıksın o gündüzlük etiyen saat 8 saat 5 işlediğin kişi o non-profit öykülük o teşkilatla yeni koşumcu maaşını alıyor. Şunun için bizim böyle her kısmı yugan teşkilatlarını azrak kurup bizim halkara iqlim boyunca, Avrupa iqlimi, Amerika iqlimi boyunca non-profitni cık kursak, non-profitni kurgan için onun board oldu, onun azası oldu, onun budget oldu, onun pul soraydığı yeri oldu. Mesela biz bir non-profit kurup $100,000 iltimas kılsak, hazır mana bizde yeşil çırak var. Bizni genoside'dan e'lon qilib bo'ldi. Biz ziyonkashlik uchirg'uchi, bizning ahvolimiz %100 choyliq to'xtaydi, amaliyot to'xtaydi, paktliq. Shuning mushin asos qilib turib biz qurishimiz kerak. Mushuni kelganda Uyg'ur millatini, mush non-profit tashkilotlarni ko'plab qurishga da'vat qilsak va mushuni bu tarbiya etib olsak, sizmi bir bo'lsa mushu non-profitda tajribasi bor bir qancha nimalarni bizningki ziyolilarimizni, xodimlarimizni taklif qilib, shunday xalqni non-profit tashkilot qurishga bir chaqirib qilsak, iqtisodiyotimiz yaxshi bo'ldi, ishimizning unumi cho'ng bo'ldi. Bu yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bo'ldi, ko'p rahmat. Hozir qadar lekin shundoq pul bergan amirni bilib berar deydigan turkchilikka maqol tamsilini tan ishlatib kelyapman. Shunga o'xshash masalalarda. Bunda ishlardan saqlanish ehtimolligi qanchalik endi buni shu ishlar bilan mashg'ul bo'lgan insonlardan so'rayli. Lekin har holda shu boshqa ishlarni qilgandan ko'ra ozroq iqtisodiy kirim hosil qilish orqali shuning bilan shu o'zi qilayotgan badal berayotgan ishni texam bekrak cho'kib qildiganga bir tirishsaq demoqchiman. Shunday tushundim hozir. Bo'ladi, men tavsiya qilgan ismlar bo'lsa inshaalloh baldiroq o'ylashimiz. Bu hozir bizni terrorist, bizni andaq yarasqar tashkilot deb qalpoq kiygizganlar ya badnom chapaydigan jiqul emasmi? Profitning bir yaxshi yeri bu davlat xizmatidir. Onun programmasini yozadi. Onun ig'ildiği yer bo'ladi. Qonunli bo'ladi. Nima ish qilsak shu yezgan bayloqimiz qonun ichida shuni yeb boramiz. Bizning ishimiz yo'riq bo'ladi, o'ch qashqar bo'ladi, qonunli bo'ladi, ham unumli bo'ladi. Hem de bu harkamның adı işki gibi hozir non-profit 2-4-5'ten bulup grupalыкta teşkilat kurulmadı degan bu bazı Türkiye'de naq şunda bulup Türkiye 50-60 par çöp ketdi. Hemmimiz öz aldı derdek. Eğer o modun Avrupa'ga, o modun Amerika'ya gelsek hemmimiz şahsiyleşip gitmez vaxtida bu iş olmaydı. Yani bu mesele hazır dernek kurganlarning özünün şahsiyliği, ideyasiga, insafı bağlı bo'lib qoldi. Nurg'un shunday qilganlar, non-profit qurganlar pulni ilib o'zini jabba qiladigan, maosh oladigan o'rni qilib oldi. Masalan, Turkiyadami bor, boshqa yerlardami bor. Shunaqa buni tashabbus qilgandan kimga yaxshi? Ya'ni doim dedik, pul berganga qo'shib buyruqni berdi dedi. Albatta, Amerika bizga enida 1 million pul veratgan bilan bizni kontrol turdi. Bizning ba'zi deydigan gaplarimiz tegishmaydi, ba'zi yerlar banqusmaydi. Shunaqa haqning pulni olganda tilin qisqab qoldi degan yer bor endi. Pulni elish kerak. Ama elip onunla bütünle özümüzü bağlı etmegen şekilde özümüzden menfaat ama gruplar o için burada pul elanlar desek ma Türkiye'de 50-60 özellikle kurup hükümetin altı kurulup ketişi şu maksat şu 5 hem adam özellik şahsi kurup ketkenligidir. Onu teşebbüs qilganda qimmaga yaxshi ama bayqı degan yaxshi oldu yani bilmi var. Arabcha, Ruscha yoki ingliz tili var. Bo'lib musulmon dunyosiga boshqa g'arbdan eshib ketgan boshqa dunyolarga tashviqotni kuchaysa bo'ldi uyda o'tirib. U o'zini ko'rsatmaydi. Xitoy bilib qolammi deb qo'rqsa, yolg'on ismdan kirsin. Tashviqot qilsa, buning unumi shu davlat xalqini uyg'otishga foydasi bo'ldi. Endi g'arbga ochiq oshkora qilamiz. Shundaqda yana yetib qildiganlar bor.
Ama İslam dünyasıga 3. dünya elleriga qilgan tashviqotda o'zida qo'rqinish bo'lsa, yolg'on ism bilan qilsa bo'ldi. Ammo tashkilotlarimizning vakillari cho'qim shu davlatlarga berib, ularni ziyorat qilish kerak. Ular ya'ni yuzlarni ko'rsa, uning azroq hurmati bo'ladi-ku. Hatto Yevropadan uchib, o'tirishar bir davlatga uning shayxlarini ko'rsa, ular boshqacha muomala qildi. Masalan, bugun milliy qirg'inga g'ayb chiqdi. Bizning dunyo tashkiloti masalan, dunyo kulturi bo'lsin, Sharq Turkiston milliy majlisi bo'lsin yoki Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq nimasi bo'lsin, bularning vakillaridan tekstlarga bir guruh yoki ayrim bo'lamdi. O'rta Sharqdagi Misr, Saudiya Arabiston, Pokiston, Indoneziya davlatlarga berib biz mishtamizda bu vaqtimiz mana Amerika ichida minta e'tirof qildi. Sizlarning biz musulmon bo'lganki uni ega chiqishinglar kerak desa, biz shayxlari buning qarta bir jumada deb qo'ygan bir nutq bilan shu jamoatning uyg'onib ketadi. Buni salchaqoladi, ya'ni bay qaharkan deganda bir terrorist atlab qolamda qo'qsangmi agar sen ataydi, atamaymiz atamaydi g'arib. G'arib sen qalpoq kegizman desa, bir kechada yasaydi beshdan kegizi yurdi. Kegizmayman desa, o'tgangi Sharq Turkiston islom harakati ilayotgandek ilayotib yurdi. Shunaqa bizni terrorist deb qolamda qo'qishchilik deb milliy qirg'inchilik bo'lgan bugungi millatning a'zolari terrorist deb atalsak nima bo'pti? Ashuni qo'rqsak, qo'qqash qo'tiramiz ushkunda. 5 milyon, 6 milyon milletni qiyrat. Germaniyada 2004 yilda yozilgan bir dunyo urushini yig'inda bir Germaniyaning mutaxassisi shu so'z qilib 2006 yil degan gap bu. Uyg'urlarning bugungi kunlikda shunday zulm uchrayotganda mushlarning terrorist bo'lmoqligi men hayron degan var. Bugun 6 milyon bizning qarindoshimiz o'lib ketdi. Biz yerda terrorist atlib qolamiz deb qo'rqsak, qanday bir millat qutuldirmaymiz? Bu gap bo'lmaydi bu. Bizga xalqaro hech qanday bizga qalpoq kiygizmaydi, onun haqqi yo'q. Chunki bir millatning yerimi qirilib bo'ldi, yana nima deydi bizga? Ma'noda men bir ishga gap qo'yib qo'yay. Birinchi, men normal bu 4 odam bir shu bu pul olmasa buni bizniki bu harakat unda qilsa tijoratga aylanib ketadi. Pul olgan tijoratga aylanib ketadi bu. Bu Amerika'da hamma adam mesela niyetini aldı mesela Amerika Uygur Birleşmiş Mayastık yüz aldır niyetini pul edip çıkıyorlar var. Bu bir ticaret kaynayıp gidiyordu bular. Bunda boğan dikiyorlar mesela bu ticaret mesela Amerika'daki meyli yaşlı en çok bizim Uygur Amerika Birleşmesi bizim Amerika şu an 10 teşkilat birleşken en çok teşkilat. Ayrılgan bir parça teşkilatı yüz aldığın bir şirket vardı. Bu buluvatıdı Amerika'da mı buluvatıdı. Şunu için bunun nimine ben teşebbüs kılmayayım. Bizning bir tutash nima orqali bu 3-4 odam bir yerda masalan bir maktab o'qib mukofot pul olmasa u boshqa ish. Lekin sen bir fundi jamiyati ilib, u Uyg'ur davosini ko'tarib chiqib, o bir azroq pul ilib, turmush qilishaydigan, uningga men mayada 1 million dollar oldim, men bir tashkilot 10 odam, bu pulni 10imiz ishlatamiz, deganga o'xshash ishni ilib mansa bu bo'lmaydi. Vaqt Uyg'urlarning ishi intayin ketdi. Nima qilib ketadi? Parchinib ketadi Uyg'urlar, tijorat qaynib ketadi bu bir. Ikkinchi Abdur Mamatning deganga ikkinchi gapiga qaytilmayman. Bizda hozir irqiy qirg'inchilik degandan keyin Uyg'urlarda terrorchilik deydigan nimani asla birsi choplasimi hozir yuqmaydi u. Aşındaq yetti Uyg'urlarning ishi. Terrorchilik deganda birsi choplasimi yuqmaydi Uyg'urlarga. Ödəkni tümge tutmağındaki tutmaydıgan aşında yakın Uygurlar aldı kolunu kən koyup etti. Deydiğen gibin dep kılıdığan vakti geldi aldı. Onu yılkıda Uygurlar aldı başka şimdi bütün halkını milletçilik halkını kozga hem de her bir teşkilatlarda mandak diysem meye ma hükümet bulamdı ma diysem çekidi ütüp kitemdi diyen gepten kutulsu buludu. Biz nemi gepindeyimiz, nemi talepini kılımız bizim talepimizle çıkıp olmaydı. Hazır. Bizim gibimizle çıkıp olmaydı. Hemini devriş gerek, hemin itiveriş gerek. Fakat biz degende hiç bulmadan biz 10 nesli desek ula onu kemsetip 5 nesli kabul kılıyordu. Hemini devriş gerek biz. Biz mesela bir misal kıpasem 6 milyon mesela 10 nesli 6 milyon Uygur'unu kırıp tüketti de tüpesek ula akşam 6 milyon demesek 4 milyonga çıkırdı. Çünkü bizge okşaş nese bu nese bu bizning nimimizde bunu adı Uygurlar onda birimde ensirep onda kıldığan devir üt ketdi ensirsek bulmay kolu mavzunu bir gip baş kolan kolu üt fang şu fadın düşündüğündeydiğen ya kolanı ken koyut halkını hareketlendi degende hemme hareket adı Uygurlarning kanunluk bulup buldu. Hazır biz Uygurlar ama dünya vaziyetinden neçe yüz kilometre nerede kaldık?
Nerede kaldık? Biz g'aribning oqisi qoldik. G'arib bizni yetaklayotdi hozir. Biz keyinda Aşağının aldığı ötüp biz çoğunluk baysan degende 10 else yukarı talabını koysan 10 nes düşüresin birini birdi. Diyemmatımız. Ilık begen 1 milyonlık pulunu yapılam. Dernek kurulup bir foundation kurulup şunun pulunu yap resim düşmüyor gidip artık kattırak bir çoğun talaplar yok. Bir yerde bir felsefelik münasebet var ortada. Biz millet davası için küreş kılımız davatımız. Biz bunu kandak halda iqtisadi menfaatimizga, özümüzge ve özümüzün nam şöhretiga to'g'ri bog'laymiz. Shuni bir to'g'ri bu bir muhim inchki masala. Mencha Uyg'ur davosini men qilsam, men Uyg'ur davosi orqali men yanchig'imga pul solsam, maoshli qilsam ve Uyghur davası kılganlığım bilen ben nam şöhret kazansam hiç kana hata iş yok. Şunun için biz dava mı kılaylı, dava arkalık pul mu tapaylı, dava arkalık şöhret kazanaylı. Benim göz karşıma. Bu Ya mesele maqtalarning resmi gibiga hemen bir baha yaxshi berib tizildi mi bu o'tdik. nazire? Hem üstçülüğünle okşumagan şekilde göz karışımı bayan kılınlar. Bolsa bunu ayrım bir tartışılı. Lekin bu şu nam Fransız dediniz pulsuz çıkımsız organ kurgan karındaşlarının tecrübeli karındaşlarından bir münazırası programımızı edip barsak şu yerde onlardan tepsilat yaptırıp anandaki münazırını anandaki kısak boğudaydı. Biz hazır bazen tepsilatlarını bilmemiz lekin bir mesele şu oldu. Pul mu lazım? Nam şöhret mi lazım? Fidailik yani bedel töleş mi lazım? Lekin üçlüsü biz bizden zıt emas demekçe harikalı ben düşündüm bunu. Biz hazır onu zıtleştirmesi meselesi yana şu paraset, akıl, sadakat meselesi ekinde bu. Şu bunun katta yana terbiyet elip biriş ve biraz inçke toxtulup onun bir biraz bazen kaide prensiplerini iniq belgilep çıkkan vaqtida belki bu meselelerden g'olib kelishimiz mumkin. Lekin Mevlankam deb o'tib ketgandek har qanday şu davanınki bir merkezlik bo'lishini, ya'ni eng azında fikir, yol, taktika bu qatorliq meselelarda bir tutash. Chunki menga bir komandalik ostida bo'lganligi uchun futbol bir-birisiga tegib ketmaydi. Agar unda bo'lmagan chog'da futbol bir-birisiga tegib ketgandek, futbol bir-birisiga tegib ketgandek bo'lib, yiqilib tushib inson mang'anmagandek davomi mang'anmaydi degan shakldagi ifodalarni tushuntiryapti unda. Ben bir şey bir gap kısıp koyup toxtab turma. Müşahede. Mana müşahede kötümüzdü kalayım kan çıktı. Menin aslımga doktor Qahar Barat dep koyupsiz, Qahar Barat'ın astıga Mevlan Yasin dep koyupsiz. Boptu doktor bolup yapsa olmadı mı? Mağaz özgertip gelsin ben doktor olayım mezgel. Adırkı baba adırkı timide Qaharkan bilen bazı imkadı. Bir yerdeki mesele non-profit'in pul edip kuruş degense bu şu kişinin şahsi insafı bağlışıp kalçı. Hazır bizden Amerika'da bu 3-4 non-profit'in pul edip muvakkı teşkilatımız var. Avrupa'da var, anandikin Türkiye'de cık. Lekin işimiz ahmeti hemmisi Qaharkan degendik özelini göstersen bulmamda millet çekilmek bu. Lekin millet hizmet kılıştın özünü köşesi bisip gitip milletke emeli menfaat tegme atıcı. Tegmeyi. Pulunu közlep, pul belgendi onun hesap verişi için pul belgeden hesap veriyordu. Çünkü pulunu bir koymaydı. Pul belgendi onun aylık, yıllık dokula atıldı. Şunun layık bir iş kılmen dep, aşının keyini kirip gidip, milletinin bazı bir emli menfaat kıldığın işlerine tutugaşan bulduğun bazı vakitte, bazı doğru iş kılmaydığı işler bu vakitte. Şunun pulunu alaylı ağanda bir çoğrak bir merkezinin namında alaylı. Şahsi 4-5 adam emez. Çoğrak bir teşkilat, mesela Amerika Uygur Birleşmesi, degendek çoğrak mesela biz Amerika misal alamiz. Amerika Uygur Birleşmesi degendek bir çoğ qalpaqna bilip onun içinde nazarat kıldığın 7-8 adım buldu. Maaşağadan başladı. Amerika esa pul vergende 2 adam maaş alsa onu 7 adam nazarat qilib turdi. Ayda qaydısı var. Lekin hozircha o qaydalar yok. Çık teşkilatlarımızda. Eğer şundak bulup Amerika'nın haqiqiy ölçüm bo'yicha maaşını 2 adam ishlagan bo'lsa, 7 adam nazarat qilib turadigan, ishlarini kuzatib turadigan ishlar bo'lsa, o vaqtida uningga millatga bo'lgan unumi ta'siri yaxshi bo'ldi. Lekin unda qilolmayapmiz. Masala shu yerda bo'ladi. Yana birisi biz
aldığımız 4 yılda dünya xarilik birleşken teşkilat kuramayız. Bu yalan, xiyali, çöş. Bak ayrı çıkımız degendek. Şununla hazır kılmışım genocide degenden paydalanış için her kaç devlet teşkilatla özü birleşip öz devletinden netice kazanış gerek. Ben şuna da parayım. Bugünkü programın asıl temisi Amerika'da bo'layotgan ishlar, ya'ni bizning bugungi dunyoda bo'lib peşimiz kelayotgan qismatning irqiy qirg'inchilik ekanligining e'lon qilinishi munosabati bilan ve Amerika'daki prezident almışish tarixiy bir voqea munosabati bilan erkin bir suhbat ilib borgan, ekranda ko'rayotgan muhtaramlar o'zlarining ko'z qarashlarini aloqador taraflarni kuchimizning yetishicha talash-tartib qilgan, o'rtoqlashgan bo'ldik. Ahirgi temada biz shu xil harakatlarimizdan o'zimizningki aktivlikni taxmin qo'lga keltirish uchun, bugünkidek fursatlarni taxmin mahkam tutish uchun zarur deb qaralgan ba'zi taklif fikrlar orasida nomsiz, bedelsiz, ya'ni haqsiz organlarni qurish orqali shu organlarga yordam beradigan xalqaro tashkilotlarning yordamini qo'lga keltirish bilan hem iqtisodiy unum qozonish, hem hozirgi xizmatning unumini aslab oshirish shaklidagi taklif fikrlarni talash-tartish qildik. Bu albatta bugungi programning asl temasi bo'lmaganligi uchun bek ichkirlamadik, lekin nayt qizzidi. Shu qiziganligi uchun savol setmesi uchun biroz qo'yib berdik. Lekin vaqt emaylarga qimmat aziz qarindoshlar, mazkur mehmonlarimizning atiki xizmatiga va bugungi xizmatlariga albatta daxl qilsa, xudo qatimning chaqiriqimizga ovoz qo'shmoq tez bo'ladi. Bugün biz planның sırtıda, yani hiç qandaq bir aldın kelişib olmagan bir avalasida ahvalınız qandaq, vaqtınız, imkanınız barmı, bo'layotgan ishlar haqida bir fikrlaringizni o'rtoqlashib beremsiz degan bir şekilde qisqa bir ekranga kelishib fursati bo'lgandek, ammo qiziqib ketdik. Haqiqatan biz bir yer kelsak gapimiz tugamaydi. Şahlarımızdan şah çıkıp hakikaten talaş-tartışlarımız tügmedi. Aslında künde akşama oturup bir saat vaktimizin beri yenimiz gazır müşkilini koyup çıkıp oturup paranlaşıdığın mahallede çoğun oğallıqımız saat belirdim buluz gerek. Bu xil programlarımız mı aslında davamlıq bulup duruş zürüyütü bozma vakit, orun, insanlardaki ehmiyet bir iş göz qarashlarının farklıq buluş belirdim. Bunda işlerini kılamadık. Lakin köp zamanlardan beri müşnaq dostdan bir ekranga kelib turib pat-pat bo'layotgan zarur voqea hadislarni talash-tartib qiladigan, erkin suhbat qiladigan, buqu-buqumada muңdishadigan demdardek o'ylab paranglashadigan bir program qilsak bo'ldi deb tavsiya bo'lgan vatandoshlarimiz ko'p edi. Bugun ekranda bu masalalardan birisi, ya'ni tunj bir ekran shuning bir sınaq shaklida o'tirib chiqib qoldi. Bu Allohning rahmatidir. Şuna xulosalab aytsak, aziz qarindoshlar, bugungi programning oxirgi xulosasini chiqarib aytsak, aldığımız kunlardagi tekrar fursatlarimizda yana bugun o'tirib qo'yilgan ba'zi temalar haqida maxsus munozaralarni o'rlashtirsak bo'ladi. Mehmonlar ko'p rahmat, nihoyatda atrofliq yaxshi o'ylaganlaringlarni bir-biringizdan chekinmay ko'ngil og'rib qolar bu degandek insonlarda tabiiy paydo bo'lgan, yiqib cho'ng bo'lgan ba'zan bir chegirlardan halqagan şekilde bir fikrlarimiz zidlik olsunma, özüre uçkaştırıştan çekinmedik, gayret kıldık. Köp rahmet emanlarga. Asıl temadan biraz yığınçaklap, ahırkı sözümüzle programını ahırlaştırıp alsak, aldığımız baş fırsatlarını tekrar ekran kesek degan maqsadda men. Mevlanki ahırkı söz olsa alır sizden. Ahırkı söz bilsanglar bildik. Bu da Amerika'daki saylan olsa Amerika halkının saylamı. Bütün Uygurlar Biden bo'ldi, Opel deb xapalab ketmanglar. Bu Amerika Uygurlarning saylimi. Biz Amerikalik Uygurlar bu üstümüzdeki vazifa mushu Biden hükümetide Uygurlarning vaziyetini, Uygurlarning ishini texmi qanday oldiga surish uchun mush Uygur Amerika birlashmasining yetakchiligida biz barliqimizni mushunga salimiz va mush tarafdan kirishimiz. Mening shu gapim. Aslında temideki münasebetlik şuna alakadar yani zaruriyet kıstırılış değişik deb qaragan mazmunlar olsa taqdim qilsangiz bo'ldi. Marhamat. Endi vaqt uzak etsin qıstamaymiz. Endi oxirgi so'zimda endi mamlakat degandek Amerika saylam, Amerika'nın saylami shundaqla dunyoning saylami, dunyoning diqqat qaratgan. Endi biz Uyg'urlar endi Trumpga shundaq xalqi Amerika olib qolgan, arilib ketdik deb meyislanmasligimiz, ümitlanmasligimiz kerak. Uyg'urga gappa akang kimnas yengam shu deb bugün küllükte akemiz Amerika saylimi, yengimiz Biden bo'ldi. Endi şu Biden'ın gipiga bağımız, amal yok. Ama bizge kim yardım qilsa, kimden bizge yardım gelse, emel kimdi bo'lsa, şunun çapını götürüş gerek. Hadi bugün küllükte Biden çıkıp gitti, ama Trump çıkıp gitti, ornuğa Biden çıktı. Biden'dan çapını götürmemiz, Biden'dan bizge menfaat kelam gidip, şunun işini çekemiz. Şununla
mayli Amerikadagi o'zi dunyoning har qaysi tashkilotlar shu bo'yicha o'zining faoliyatini davomlashtirsa degan umiddaman. Bu Joe Biden chiqqanini ko'ramiz, 100 kunni mi ko'ramiz. Mencha endi Uyg'urlar bakmi ansirab ketmasak bo'ldi. Bu Trump ketib qoldi, Joe Bidenni qolsa qanday qilamiz deb. Ma cho'ng siyosatni bekitib qo'yib ketdi. U Biden hukumati buni cho'ng o'zgartirmaydi. Hatto buning bersiga mana shu qalpoqni kiygizganlik uchun bizga berilgan 100 ming, necha 100 ming dollar, necha million dollarga o'tkazdi. Ko'paydi. Buni ma tarafini ko'rsak bo'ladi. Chunki bu qalpoqni Mao Trump taraf kiygizib qo'ydi. Shunga bu yeshil chiroq Amerikadagi Uyg'urlarga yiqildi. Bütün dünyadaki Uyg'urlarga yiqildi. Shuning uchun biz hamda yangi har bir davrda, har bir yilda shu yilninki vaziyatiga qarab, siyosatiga qarab biz yangi yo'llarni tutsak bo'ladi. Shuning uchun bizga oldimizda qilgan ishlar jiq, hammalarningki buningki Uyg'ur uchun texnik unumli ishlarni qilib berishga yangi yillarga tabriklar, yangi hokimiyat, yangi siyosatchilar hammalar cho'ng umidlarni tiklab sizlarga qo'shilamiz. Rahmat. Bu sizin tarix doktoru deb bildikin. Esli iqtisod o'qigan bo'lsangiz bo'pti ekan. Boshdan. Iqtisod o'qig'imiz Uyg'urni bankruptga kirgizdi-da. Ha? Iqtisod o'qimagani yaxshi bo'pti. Iqtisod o'qig'imiz boyaqa degandek hammadan o'rin qilib, non-profit qilib qo'ydilar deb boshdan boshlab bo'ldi. Bunun ko'p rahmat. Shunday bir do'stlar bo'ldi bugungi suhbat. Aslidagi temadan biroz uzg'on bo'lsa ham ko'ngillik bo'ldi. Eng muhimi mushu ekan. Biz şu xalqarada bu dünya medeniyetler nimasiga qomusiga medeniyet qatorida tizimga ilingan Uyg'ur binokorchiligiga nazar solsak, qishlardan shakllangan shu qishlardan gul chiqarib o'tgan tomlarimizdagi shu qishlarning siyliq chiqqan yerlari qishning bir-biriga sukilib siyliqlanganligidan deya keskandan boshqa. Yani bu yerda bir hikmat borki, asli biz bilan bo'lgan aloqa, quyuq munosabat bo'lsa, shunday siyliqlik paydo bo'lib güzel imaretlerini bina kılmaya okşaş. Aramızdaki dostluğumuz, muhabbetimiz, vatandaşlık duygularımız ve düşmanga karşı seplerimizdeki içki zişliğimiz daha aşkan buladı diyen dersini tekrar bizim sağlam oldu. İnşallah aldığımız fırsatlarda yine tekrar sizlerinki bugünküdek fırsat karakterlik vaktinlerini yana vatandaşlarımızla ortaklaştıracağımız. Aman bulanlar, hemen rahmet. Rahmet. Xudoyim g'ajonet. Xo'sh, ko'p rahmat. Muhterem qarindoshlar, bugun program bu kadar bo'ldi. Ko'ngil o'ngladik. Muhterem qarindoshlarımızdan Amerikada yashayotgan 3 vatandaşımızınki yurak so'zlarini anglagan bo'ldinglar. İnşallah aldığımız kunlarda, yani tekrar fırsatlarımızda yani bunun o'sha programlarni tekrar qilishga tirishamiz. Hatta ahir 3 gün içinde o'xshamagan mazmunda 3 programma, muhim programda 3 program var. Bunun diqqatingizda bo'lishinglar. Do'stlarga tavsiya qilib qo'yishni va o'rtoqlashib qo'yishni ham baholab qo'yishni unutmasanglar. Aman bo'linglar, sizlarga janob Alloh topshirdi. Kelar qatam ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum. Florida kelsak Evet.